Davlatimiz rahbarining hududlarga har bir tashrifi taraqqiyotning yangi yo'nalishlarini belgilab beradi. Ko'rilayotgan chora-tadbirlar birinchi navbatda odamlarning yaxshi yashashi uchun qulay sharoitlar yaratishga qaratiladi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Namangan viloyatiga bugungi tashrifi ham tig'iz kun tartibiga boy bo'ldi. Tashrif doirasida davlatimiz rahbari sanoat, qishloq xo'jaligi, energetika va ijtimoiy sohada ishga tushirilgan yangi obyektlar bilan tanishdi hamda viloyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Namangan mamlakatimizning bebaho gavhari, vodiyning yuragi. Bu azim voha, zakiy va mehnatkash xalqi, buyuk tarixi va ma'naviyat beshigi sifatida yurtimiz taraqqiyotida muhim o'rin tutib kelgan. Axsikent kabi qudratli shaharlar zamonlar osha ilm, ma'rifat va savdo-iqtisodiy hayotning markazi bo'lib, bu zaminning yuksak salohiyatini namoyon etgan. Go'zal tabiati, serhosil bog'-rog'lari va shifobaxsh buloqlari bilan nom qozongan Namangan O'zbekistonning sharqqa qarab ochilgan darvozasi sifatida alohida ahamiyatga ega. Bugun ham Namangan mamlakat iqtisodiy qudratiga quvvat qo'shayotgan peshqadam hududlardan biri sanaladi. Ammo bor yo'g'i 10 yil avval Namanganga bu ta'rifni berish mushkul edi. Iqtisodiyoti zaif, infratuzilma qoniqarsiz, aholi turmush darajasi past, viloyat asosan davlat dotatsiyasiga tayanishga majbur edi. Eng yomoni vodiyning eng qulay joylashuv va ulkan salohiyatga ega hududi. Iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha quyi o'rinlarda turar, kambag'allik darajasi yuqori, muammolar girdobida qolib ketgan edi. Xo'sh, 8 yil avval iqtisodiy qoloq hudud qanday qilib qisqa vaqt ichida mamlakatning yirik sanoat markaziga aylandi? Bu jarayonda eng asosiy omil davlat rahbarining Namanganga qaratgan alohida e'tibori va amaliy g'amxo'rligi bo'ldi. Prezident har bir tashrifida yillar davomida yig'ilib qolgan muammolarni bosqichma-bosqich hal etishga yo'l ochib berdi. Bor yo'g'i 6-7 yillik muddat davomida viloyat jahon bozoriga sanoat hubi sifatida kirib borish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Namanganliklar esa tadbirkorlikka moyilligi va mehnat bilan yaratilgan imkoniyat va imtiyozlardan samarali foydalanib, ularni amaliy natijaga aylantira oldi. Sanoat viloyat iqtisodiyotining asosiy tayanchiga aylanib, hudud mamlakat iqtisodiy qudratiga salmoqli hissa qo'sha boshladi. 2016-yilda viloyatning sanoat hajmi atiga 3,4 trillion so'mni tashkil etardi. O'shanda Namanganda yirik sanoat salohiyati paydo bo'lishiga ko'pchilik ishonmasdi. Ammo oradan 7-8 yil o'tib, manzara tubdan o'zgardi. 2025-yilga kelib sanoat hajmi 37,5 trillion so'mga yetdi. Ya'ni qariyb 25 yilda qilinmagan ish Namanganda bor yo'g'i 8 yilda amalga oshirildi. Bu davrda viloyatga 5,2 milliard dollar investitsiya kirib keldi. Qariyb 3,5 ming korxona ishga tushdi. Qurilish materiallari, elektrotexnika, to'qimachilik, mebelsozlik, bir paytlar umuman rivojlanmagan yo'nalishlar hozir sanoatning asosiy lokomotiviga aylandi. Agar yaqingacha Namanganda ishlab chiqarish uchun sharoit yetishmasligi doimiy muammo bo'lgan bo'lsa, hozirda 73 ta sanoat zonasi faoliyat yurityapti. Ular orasida kichik, yoshlar va maxsus iqtisodiy zonalar bor. Bu nafaqat mahalliy ishbilarmonlikni rivojlantiradi, balki minglab aholi uchun ish o'rni ham yaratdi. Bugun Namanganda ishlab chiqarilgan mahsulotlar Zara, LC Waikiki, Pierre Cardin kabi brendlar bilan Yevropa bozorlariga chiqmoqda. 207 ta eksportyor korxona 239 turdagi mahsulot tayyorlab, yillik 400 million dollarlik eksport amalga oshiryapti. Bu esa kechagi dotatsiyaga qarab qolgan, o'z aravasini torta olmayotgan Namangan uchun ulkan yutuq. 8 yil avval maktabgacha ta'lim qamrovi atiga 24% edi. Bu degani juda ko'p bolalar bog'chaga bormagan, ta'limda sifatli tayyorgarlik yetishmagan. Bugun esa qamrov 77,5% ga, oliy ta'lim qamrovi esa 9,2% dan 50% ga yetdi. Davlat rahbarining kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan siyosatining amaliy samarasi Namanganda yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Buni raqamlar ham tasdiqlaydi. Yil boshida viloyatda kambag'allik darajasi 7,6% ni tashkil etgan bo'lsa, hozirda 6,7% ga tushdi. Ya'ni qisqa vaqt ichida minglab oilalar kambag'allik domidan chiqish imkoniga ega bo'ldi. Mutaxassislar hisob-kitobiga ko'ra, yil yakuniga qadar bu ko'rsatkich yana pasayib 5,3% gacha tushishi kutilmoqda. Shu tariqa raqamlar faqat statistikada emas, balki odamlar hayotidagi sezilarli o'zgarishlarning tasdig'i sifatida namoyon bo'lmoqda. Yillar davomida arzirli qurilish deyarli kuzatilmagan viloyatda oxirgi 8 yilda 638 ta ko'p qavatli uy barpo etildi. Buning natijasida 23 ming oila yangi zamonaviy xonadonlarga
qo'shib o'tdi. Yana bir og'ir haqiqat shuki, 2016-yilga qadar Namangan viloyati aholisining qariyb yarmi toza ichimlik suvidan mahrum edi. Qishloqlarda suv, quduq va ariqlardan tashib kelinar, shaharlarda esa eskirgan tarmoqlar odamlarni azobga solardi. Bu holat nafaqat turmush sifatiga, balki sog'liq va ijtimoiy muhitga ham salbiy ta'sir ko'rsatardi. Ammo oxirgi yillarda butunlay yangi siyosat yo'lga qo'yildi. 5,2 ming kilometr ichimlik suvi va kanalizatsiya tarmoqlari tortildi. Natijada markazlashgan ichimlik suvi qamrovi 59,5 dan 87% ga yetdi. Bu 100 minglab oilalar hayotida tub o'zgarish yasagan ko'rsatkichdir. 2018-yilda turizm eksporti bor yo'g'i 2,5 million dollar bo'lgan. Bu raqam viloyat imkoniyatlariga nisbatan juda past edi. Ammo oradan 5 yil o'tib bu ko'rsatkich 204 million dollarga yetdi. Qariyb 80 barobar o'sish. Afsonalar vodiysi kabi yirik loyihalar va xalqaro gullar festivali Namanganning imijini butun dunyoga olib chiqdi. Bir paytlar iqtisodiy qiyinchiliklar girdobida qolgan, davlat dotatsiyasiga qarab kun kechirgan Namangan bugun mamlakatning yirik sanoat va eksport markazi sifatida e'tirof etilyapti. Albatta, bu natijalar o'z-o'zidan yaralgani yo'q. Uning zamirida katta siyosiy iroda, uzoqni ko'ra bilish, adolatli boshqaruv va yuksak donolik mujassam. Eng muhimi, bu natijalar zamirida xalq va davlatning yagona maqsad yo'lida bir tanu bir jon bo'lib harakat qila olgani yotadi. Shu bois Namangan tajribasi, islohotlar to'g'ri yo'lda olib borilganda qisqa vaqt ichida ham tub o'zgarishlarga erishish mumkinligining yorqin isbotidir. Prezidentimizning hududlarga safarlari bu shunchaki ishchi tashriflaridan kattaroq. Har bir safar hududlar taraqqiyotiga kuchli turtki, yangi o'sish nuqtalarini belgilash va joylardagi dolzarb muammolarni hal qilish imkoniyatiga aylanadi. Vaziyatni diqqat bilan o'rganish orqali zaif bo'g'inlarni aniqlash, aniq loyihalarni belgilash va tezkor taraqqiyot uchun ustuvor yo'nalishlarni ko'rib chiqish mumkin. Bunday uchrashuvlar odamlar fikrini eshitish, haqiqiy manzarani ko'rish va kechiktirib bo'lmaydigan qarorlarni darhol qabul qilish imkonini beradi. Eng asosiy jihat, odatda tashriflar faqat vazifa qo'yish bilan cheklanib qolmaydi. Har bir topshiriq ortidan aniq dasturlar, investitsiyalar, yangi ishlab chiqarishlar va ijtimoiy loyihalar keladi. Shu bois prezident tashrif buyurgan hududlar go'yo o'zining ikkinchi nafasini boshlaydi. Natijada yangi o'sish nuqtalari paydo bo'ladi. Zamonaviy korxonalar, industrial zonalar, ta'lim muassasalari, madaniy va turizm obyektlari, infratuzilma rivojlanadi. Yangi ish o'rinlari yaratiladi, tadbirkorlik faoliyati kuchayadi. Hududdagi bunyodkorlik surati shahar darvozasi aeroportidan ko'zga tashlanadi. Hozirgi kunda bu yerda yangi terminallar barpo etilyapti. Davlatimiz rahbarining viloyatga o'tgan yilgi tashrifi chog'ida ushbu loyiha taqdimot qilingan edi. Bugungi kunda qurilish ishlari jadal. Bu yerda gap bir obyektning modernizatsiyasi haqida emas, balki uni zamonaviy talablarga javob beradigan mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish haqida ketyapti. Eski aeroport 1971-yilda qurilgan. O'tgan 10 yilliklar mobaynida u ma'naviy va jismoniy jihatdan eskirgan. Faqat 400 yo'lovchiga mo'ljallangan obyekt aholi ehtiyojlariga javob bermay qolgandi. Uning past quvvati va texnik jihatdan ortda qolishi hudud rivojiga jiddiy to'siq bo'lib keldi. Turistlar oqimini chekladi, biznes rivojini sekinlashtirdi, viloyatning investorlar uchun jozibadorligini pasaytirdi. Xizmat ko'rsatish sifati ham zamonaviy standartlarga javob bermasdi. Shu bois yangi 3 qavatli terminal qurilishi alohida ahamiyat kasb etadi. Bu endi mutlaqo boshqacha darajadagi xizmat, xavfsizlik va qulaylik standartlari hamda Farg'ona vodiysida Namanganning zamonaviy transport va turizm markaziga aylanishi yo'lidagi qat'iy qadam. Aslida zamonaviy aeroportlar hudud taraqqiyotining lokomotivi. Jahon tajribasida bor. Transport infratuzilmasi kuchli bo'lgan hududlarda turizm, sanoat va xizmatlar sohasi jadal rivojlanadi. Zotan taraqqiyotga yo'llar eltadi. Faqat prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev doimo transport tizimini milliy taraqqiyotning asosiy ustuni sifatida belgilaydi. Toshkent metropolitenidagi yangi yo'nalishlardan tortib, hududlarda birin-ketin bo'y ko'rsatayotgan zamonaviy aeroportlargacha barcha yirik infratuzilma loyihalarida davlat rahbarining qat'iy siyosiy irodasi ko'rinadi. Muhimi, transport yangilanish bugun barcha hududlarda bosqichma-bosqich. Bu yangilanish rejasida umumiy hisobda 7-aeroport. Bu o'z o'rnida davlatning hududlarini birdek mutanosib rivojlantirish siyosati bilan uyg'un. Ya'ni sarmoya yo'l infratuzilmasi orqali keladi hududga, tovar ham, sayyoh ham. Namangan xalqaro aeroportida yangi yo'lovchi terminali va yagona kargo tizimi qurilishi loyihasi, demak, viloyatning iqtisodiy, ijtimoiy yuzi yangilanishi uchun zarur qadam, to'g'ri strategiya. Davlatimiz rahbari aeroport atrofidagi infratuzilmani unga mutanosib rivojlantirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Dunyoning
O'zining ilg'or tajribasidagi kabi aeroport atrofida mehmonxonalar, savdo, ko'ngilochar majmualar, barcha zamonaviy xizmatlar bo'lishi zarurligini ta'kidladi. Shuningdek, avtoturargoh va servis obyektlari tashkil etib, mehmonlar uchun qulayliklarni kengaytirish vazifasi qo'yildi. Farg'ona vodiysida işte xalqaro aeroportimiz bo'lsa, bugungi kunda Namangan aeroporti eng yirik aeroportlardan bittasi vodiyda va vodiyning hubi funksiyasini bajaradi. Prezidentimiz topshiriqlari bilan mazkur aeroportni biz davlat xususiy sherikchilik asosida hamkorlar bilan ishlarni amalga oshiryapmiz. Yangi terminal binosini qurilish ishlari amalga oshirilyapti. Soatiga 1200 odamga xizmat ko'rsatadigan yirik terminal. Bu zamonaviy, funksional, har tomonlama bu xalqaro tajribaga ega mutaxassislar tomonidan tayyorlangan loyiha asosida qurilyapti. O'zi umuman butun aeroportni o'zida havodagi boshqaruv tizimi bo'ladimi yoki mana shu yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish funksiyalari bo'ladimi, barchasi zamonaviy talablarga javob beradigan xalqaro andozalardan kelib chiqqan holda qurilmoqda. Odamlarga xizmat ko'rsatish xizmatlarini darajasi oshib boradi va albatta buni aeroportni o'zini boshqaruvini biz xalqaro tajribaga ega bo'lgan korxonalarga beramiz. Hurmatli prezidentimiz tomonidan aeroportni oldi hududiga alohida ahamiyat berish bo'yicha topshiriq berdilarki, ya'ni xalq kelganda qiyinchiliksiz harakatlanishga imkoniyat yaratib berish bo'yicha topshiriq berildi. Mashinalarni qo'yish uchun bu bir necha qavatli parkovkalarni yaratish, uni birinchi qavatlarida xizmat ko'rsatish shoxobchalarini yaratish bo'yicha umuman jamoat transportini aeroport bilan bog'lash, xalq shahardan va tumanlardan kelib ketishiga qulayliklar yaratish bo'yicha topshiriq berildi. Albatta uni asosiy game planini ishlab chiqib, biz qurilish jarayonida butun kompleksni birgalikda topshiramiz. Shu bilan bir qatorda hurmatli prezidentimizni Toshkent shahridan Namangan viloyatiga kelayotganda asosiy arteriya bu Pungandan Namangangacha bo'lgan 75 kilometrlik avtomobil yo'lini qayta qurish bo'yicha topshiriq bergandilar oldingi tashriflarda. Bu bugungi kunda mavjud yo'l ikki yo'lakdan iborat, katta tirbandliklarga va katta avariyalar sodir bo'lishiga olib keladigan eng murakkab yo'llardan bittasi bu vodiyda va Namangan shahrini asosiy poytaxt bilan bog'laydigan yo'l hisoblanadi. Oldingi tashriflarda bergan topshiriqlardan kelib chiqib, bu Citic Xitoy va yirik kompaniyasi bilan qayta qurilish ishlarini boshlab yubordik. Mazkur qurilishni sifatli va o'z vaqtida topshirish bo'yicha ham alohida topshiriq berildi. Terminal bilan yana bir muhim loyiha, vodiydagi yagona kargo tizimi vujudga keladi. Bu nafaqat iqtisodiy jihatdan, balki siyosiy jihatdan ham muhim qadam sanaladi. Zotan Farg'ona vodiysi aholisi zich, iqtisodiy salohiyati yuqori hudud sifatida doimo transport va logistikaga ehtiyoj sezib kelgan. Demak, kuniga 50 tonna yuk va 90 ta mamlakatga eksport imkoniyati bilan ushbu loyiha Namanganni Markaziy Osiyodagi transport hubiga aylantiradi. Ichkaridagi katta o'zgarishlar va yaxshilanayotgan sanoat bilan bunga barcha imkoniyatlar bor. Aeroportlarni jahon tajribasida ikki jihatda baholashadi. Birinchisi, iqtisodiy ta'siri jihatidan, ya'ni zamonaviy barcha qulayliklarga ega aeroport eksport, import operatsiyalari tezlashishiga ham sabab bo'ladi. Bu esa to'g'ridan-to'g'ri yalpi ichki mahsulotga qo'shimcha ulush degani. Masalan, Singapurning Changi aeroporti mamlakat yalpi ichki mahsulotining 5% dan ortig'ini ta'minlaydi. Ikkinchisi, ijtimoiy siyosiy ta'siri. Bu yangicha sharoitlardagi aeroportlar mamlakatning xalqaro imidji, transportda erkinlik va aholi mobilligini oshiradi. Masalan, Turkiyada Antalya aeroporti yiliga 30 million turistni qabul qilib, nafaqat turizmni, balki hududning geosiyosiy ahamiyatini kuchaytiradi. Namanganda ham yangilangan aeroport ana shunday ikki yo'nalishli ko'prik vazifasini o'taydi. Ham xorijiy sayyohlar va investorlar uchun ochiq eshikka aylanadi, ham mahalliy ishlab chiqaruvchilar mahsulotini tezkor va arzon logistika orqali jahonga yetkazish imkonini beradi. Terminalni shakliga keladigan bo'lsak, gul bilan uyg'unlashtirilgan Namangan gullar shahri deymiz. Ya'ni Namanganga uchib kelgan odam bilish kerak, gullar shahriga uchib kelgan. Terminaldan tashqari bizda yana o'sha havo kemalariga turargohlarni ko'paytirish rejalashtirilgan. Bu hozirgi kunda bizda 7 ta o'sha samolyotlarni turargohi mavjud bo'lsa, buni sonini 14 taga ko'paytirish rejalashtirilgan. Bundan tashqari havo harakatini boshqarish yangi binosi, bir qator infratuzilma, o'sha aeroport xizmatlari uchun kerak bo'lgan infratuzilma qaytadan yangilanadi. Ya'ni Namangan aeroportini biz qaytadan renovatsiya qilamiz. Mana shu modernizatsiya doirasida loyihani 2026-yil bahor oyiga yakunlash rejalashtirganmiz. Terminalimizning o'tkazuvchilik quvvati 1200 yo'lovchiga kitob qilingan. Amaldagi terminalimizni oladigan bo'lsak, bu 400 yo'lovchiga xizmat ko'rsatadi va ikkita tarqoq uchib kelish terminali, alohida bino va o'ziga yarasha
yo'lovchilarga noqulaylik tug'diradi. Ya'ni tranzit salohiyati yo'q. Bu ikkita alohida terminalda yetarli maydonlar yo'q tijorat xizmatlarini rivojlantirishga. Bu yangi qurilayotgan terminalimizda barcha mana shu imkoniyatlar mavjud bo'ladi. Yo'lovchilarga, shu yurtimizga kelayotgan mehmonlarga, ishbilarmon doira vakillariga barcha shart-sharoitlar yaratiladi bu terminalda. Hurmatli prezidentimiz Namangan viloyatiga tashriflari doirasida Namangan xalqaro aeroportida qurilayotgan yangi xalqaro terminal infratuzilmasi bilan tanishdilar. Terminal qurilishiga hurmatli prezidentimiz tomonidan bir qator taklif va topshiriqlar berildi. Aeroportni boshqarish uchun xorijiy operatorlarni jalb qilish, aeroport terminal binosida faqat aviatsiya xizmatlarini emas, balki noaviatsiya daromadlaridan kelib tushadigan xizmat turlarini ham ko'paytirish bo'yicha alohida ta'kidlab o'tdilar. Zamonaviy aeroport davlatning yuzidadek xalqaro yo'lovchi va investorlar uchun birinchi taassurot ana shu yerdan shakllanadi. Muhitni o'zi, hudud haqida, o'zgarishlar haqida gapirish kerak. Buning uchun Namanganda 140.4 million dollar yo'naltiriladi. Shu bilan Namangandagi terminalda yo'lovchi qabuli soatiga 400 tadan 1200 taga oshadi. Shuningdek, chegara va viza nazorat tizimi yangilanadi. Biznes zal va duty free kabi xizmatlar tashkil etiladi. Bu nafaqat sayyohlar oqimini ko'paytirish, balki Namanganni jahon xaritasidagi jozibador nuqta sifatida tanilishni ham ta'minlaydi. So'nggi yillarda O'zbekiston iqtisodiyotida qurilish sohasi eng tez rivojlanayotgan tarmoqlardan biriga aylandi. Yirik infratuzilma loyihalari, uy-joy qurilishi, sanoat korxonalari, transport va energetika infratuzilmasini kengaytirish jarayonlari qurilish materiallari ishlab chiqarish sanoatining jadal rivojlanishini taqozo etmoqda. Shu bois davlat siyosati bu sohada tub islohotlarni amalga oshirishga, yangi quvvatlarni ishga tushirish va ichki bozorning import o'rnini bosuvchi mahsulotlar bilan ta'minlashga qaratilgan. Bu borada mamlakat sanoatdagi mavjud salohiyatni ishga solishga prezidentimiz tomonidan alohida e'tibor qaratilmoqda. Natijada bugun yurtimizda yuzlab ana shu salohiyat mahsuli bo'lgan korxonalar ishga tushdi. Xususan davlat dasturlari asosida zamonaviy qurilish materiallari ishlab chiqarishni kengaytirish uchun maxsus investitsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Chet el investitsiyalari keng jalb qilinib, xorijiy kompaniyalar bilan qo'shma korxonalar tashkil etilmoqda. Qurilish materiallari ishlab chiqarishda energiya tejamkor texnologiyalar joriy etilyapti. Bu esa mahsulot narxini pasaytirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, O'zbekiston bugun butun dunyo uchun ahamiyatli bo'lgan yashil iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan ekologik toza materiallar ishlab chiqarishni o'z oldiga maqsad qilgan va shunday bo'lyapti ham. Ayni jarayonlarda esa erkin iqtisodiy zonalarning alohida o'rni bor. Misol uchun, Chust tumani Zarafshon massividagi ushbu erkin iqtisodiy zona. Yaqingacha mana shu hududlar qanday ahvolda bo'lganligini namanganliklar juda yaxshi bilishadi. Foydalanilmagan, bo'sh yotgan, samarasiz qir-adirliklardan iborat bo'lgan bu kengliklarda bugun Namangan erkin iqtisodiy zonasi faoliyat boshlagan. Mazkur hududda amalga oshirilayotgan loyihalar natijasida yuzlab, yaqin kelajakda esa minglab yangi ish o'rinlari yaratiladi. Birgina ushbu megaton korxonasini o'zi misolda aytadigan bo'lsak, bu yerda 500 ga yaqin yurtdoshlarimizning bandligi ta'minlandi. Bu degani mana shuncha oilaga daromad kirib bordi. Davlatimiz rahbari Namangan viloyatiga tashrifi davomida mazkur korxona faoliyati bilan tanishdi. Avtoklavli gazoblok ishlab chiqarish korxonasi muhandislik va ekologik barqarorlik yo'lidagi ilg'or qadam deyish mumkin uni. Ha, bugungi kunda qurilish sohasi nafaqat mustahkamlik, balki tejamkorlik va ekologik tozalikni ham talab qiladi. Ana shunday murakkab talablarga javob beradigan zamonaviy qurilish materiallaridan biri esa avtoklavli gazoblokdir. Prezidentimiz korxona faoliyati bilan tanishish jarayonida mavjud quvvatlarni oshirish, ishlab chiqarish zanjirini shu yerda yaratish lozimligini ta'kidladi. Bu borada mutasaddilarga zarur ko'rsatmalar berildi. Namangan erkin iqtisodiy zonasida joylashgan Turonbank tomonidan moliyalashtirilgan gazoblok korxonasi uchun qiymati 40 million dollarlik Xitoy, Germaniya, Daniya kabi davlatlardan innovatsion texnologiyalar keltirib o'rnatilgan. Shu bois ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning sifati va samaradorligi yuqori. Ta'kidlanganidek, aholi soni o'sib, urbanizatsiya kengayib borayotgani sifatli qurilish materiallariga talabni yildan-yilga oshiryapti. Mamlakatimizda qurilish materiallari tarmog'i shunga monand jadal rivojlantirilmoqda. Zamonaviy texnologiyalar olib kelinib,
qilinib, yuqori samarador mahsulotlar o'zlashtirilmoqda. Masalan, Germaniya texnologiyasi energiya tejamkorlikni ta'minlaydi. Bunday gazoblokdan qurilgan binoni tashqi izolyatsiya qilish shart bo'lmaydi. Ichkaridagi issiqlik va salqinlik 4 karra kam yo'qotiladi. Natijada elektr energiyasi xarajati 45% gacha qisqaradi. Ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin: nima uchun aynan avtoklavli gazoblok? Boisi bu yengil, izolyatsiya xususiyatlari kuchli va energiya samarador material. Avtoklavda tayyorlangan gazobloklar esa bu xususiyatlarni yanada mustahkamlaydi. Ular iqlimga mos, O'zbekistonning issiq yoz va sovuq qishlariga ideal moslashgan. Issiqlikni saqlab, konditsioner va isitish xarajatlarini kamaytiradi. Shuningdek, ekologik toza. Muhimi, sifati kafolatlangan. Avtoklav jarayoni tufayli beton mustahkamligi va uzoq umrliligi ta'minlanadi. Shu bois ham davlatimiz rahbari bu jarayonda eng asosiysi odamlar uchun arzon, qulay va sifatli mahsulotlarni ishlab chiqarish va yetkazish tizimini keng qamrovli yo'lga qo'yish lozimligini ta'kidladi. Shu o'rinda korxona ahamiyati haqida qisqacha to'xtalib o'tsak, bunday korxonaning mavjudligi nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy ahamiyatga ham ega. Ish o'rinlari yaratiladi, import o'rni bosiladi, qurilish jarayonlari tezlashadi, eksport salohiyati yaratiladi. Laboratoriya bo'limimiz 3 tizimli asosida ishlaydiki, birinchi tizimda xom ashyoni kirish nazorati. Bu yerda o'sha kerakli o'lchamda tortib olib, quritib va tekshirishlar amalga oshiriladi. Ushbu apparatimiz avtoklavlangan gazoblogimizdagi g'ovaksimolligini teng taqsimlash uchun tekshiruvchi apparat hisoblanadi bu. Keyingi bosqichda bo'lsa qum xom ashyomizni loyqalik darajalarini tekshiramiz. Bu o'sha zamonaviy apparatimizdan bo'lgan fotometr. Bu yerda o'sha olingan mahsulotlarni kerakli darajada quritib olib, sikllarni bajarib va mustahkamligini tekshiramiz. Moliyani har bitta bu yerdagi uskunani o'zining o'rni bor va bevosita avtoklavli o'sha gazoblokni yaxshi bir xalqimizga yetib borishini ta'minlashga xizmat qiladigan uskunalar bilan. Albatta, bu apparatimiz muzlashga chidamliligini tekshiruvchi apparat. Bu yerda hozir biz tekshirish jarayonidamiz. -30 gradus hozirgi siklda, ya'ni bizning O'zbekiston hududimizda yoki qo'shni davlatlarda eng sovuqli iqlim hududlari bor. Ya'ni -35 gacha boradi, -30 gacha boradi. O'sha hududlardan kelib chiqqan holatda biz ushbu uskunamiz orqali tekshirishlarni amalga oshiramiz. Qurilmamiz, ya'ni shum izolyatsiyani ta'minlaydi. Mana hozir ichida kolonkasi bor. Muzika aytyapti. Demak, shu gazoblokimiz hozir avtoklavli gazoblok ovoz yutadi. Ovoz yutadi. Qo'shni xonalarga ovozlarni chiqaradi. Albatta. Ko'rishimiz mumkin. Megaton korxonasi ilmiy yechim qilib, ilmiy yondashamiz har biriga va xalqimizga sifatli mahsulotlar ishlab chiqaramiz. Ishlab chiqarishda Megaton korxonasiga qarashli Namangan sementining 550 markali sementidan foydalaniladi. Bu orqali qo'shilgan qiymat zanjiri yaratilgan. Korxonada 500 ta yangi ish o'rinlari ochilgan. Ayniqsa ular orasida xorijda migratsiyada yurgan va ta'limni aynan shu sohada olgan mahalliy mutaxassislarning borligi yanada ahamiyatli. Koreya Respublikasida Sejong va Ajo universitetlarida bakalavr va magistr darajalarini qo'lga kiritganman va ayni paytda Namangan davlat texnik universitetida menejment savdoni tizimlashtirish bo'yicha ilmiy ish olib boryapman. Endi o'sha o'qib yurgan paytlaringizda qayerda ishlayman degan bir fikr bo'lardi, orzu bo'lardi. To'g'risini aytsam, o'sha paytda ham O'zbekistonga qaytib, Toshkent shahrida ishlash rejamda bo'lgan. Chunki Namanganda bunaqa katta korxonalar qurilayotgani haqida menda ma'lumot bo'lmagan. Lekin juda ham xursandman O'zbekistonga qaytishim bilan shunaqa katta korxonada ish faoliyatimni olib borayotganda. Bilimlarimni bu zavodda amalga oshirishga erishdim. Albatta bu juda ham quvontiradi. Ayni paytda biz jamoamiz bor. Biz jamoamiz to'liq Koreya Respublikasida o'qib kelgan talabalardan tashkil topgan. Biz hozir savdoni kuchaytirish, eksport hajmini oshirish uchun ish olib boryapmiz. Va hozirgi kunda $600,000 ga yaqin eksport amalga oshirdik. Yilning oxirigacha $2 million chiqarish rejamiz bor. Prezidentimizning ko'p yoshlarga, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash uchun chiqargan qarorlari bizni doim quvontirgan va bu bizni albatta vatanimizga qaytib, vatanimizga xizmat qilishimizga juda ham katta tayanch bo'lgan.
Davlatimiz rahbari bu yerdagi ish jarayoni, laboratoriya va mahsulotlarni ko'zdan kechirdi. Mutaxassislar, ishchilar bilan muloqot qildi. Xususan, loyiha menejeri Jobirxon Imomov davlatimiz rahbari bilan suhbati davomida yoshlar uchun yaratilgan imkoniyatlar uchun minnatdorlik bildirib, chet elda olgan bilim va tajribasini shu yerda tatbiq etayotgani, 5 ta xorijiy tilni bilishi, ayni paytda oylik maoshi 25 milliondan kam emasligini aytdi. O'z vatanida ishlash, shu yurt uchun xizmat qilish baxt ekanini ko'p bor ta'kidladi. Barcha sharoitlarni berishdi. Turkiyadan, Xitoydan mutaxassislar yetib kelishdi. Shu yer o'zida trener qilib ko'rsatib berishdi. Biz yoshlar tilda muammo bo'lmaganligi uchun erkin ishlaydi o'rganib ketdik. Tilda qayerda o'rgangansiz? Singapurda o'rgandim. Hozirda 5 ta tilda gaplashib olganman. Ko'rdingmi? Tilda bilsang yo'l ochildi. Tilda bilsang bilim ochildi. Mana qanday texnologik jarayonlarni boshqaryapsiz. Muhit hammasi juda chiroyli. Ishlasak bo'ladi. Hech qanaqa qo'shimchalar yo'q. Hamma sharoitlarni qilish. Qani yarmini bo'lsa ham oyligingda. Yo'q, yarmisi emas endi. Hammasi. 25 milliondan kam emas. Mana daromad mana shunday bo'ladi. Sani bemalol yetyapti xarajatingga ham, moshinaga ham, uy olishingga ham, bolalarni kiyintirishga, oilang xursand, o'zing ham xursand. Chetda yurganimizda boshqalardan kamchiligimiz bo'lardi. Yangi klubni yopishganda ota-onamni kelib yeyishi, gashi boshqa ekan. O'shanga biz qaytdik, shu imkoniyatlardan foydalanib, yangi olma chiqarib, klubni chiqarib, hojat yeyish mazasi boshqa ekan. Men xohlardim bizga o'xshagan yoshlar qaytsin. 5 ta tilda bilaman deyapti. 25 million so'm oylik olaman deyapti. Namangan sharoitida. O'zligimda anglashim deydi. Birinchi pishgan klublar bilan birinchi pishgan olmani ota-onam bilan birga yeyishim men uchun eng katta baxt deyapti. O'zi nima uchun ishlaymiz? Shuda, nima uchun pul topamiz? Ota-onani rozi qilish, farzandlarni o'qitish, bilimli qilish. Mana kechagi majlisimizni ham maqsadi o'zi shu. Agar kasb bo'lsa chetga ham ketmaydi. Namanganda ham ishlasa bo'ladi-ku, to'g'rimi? Baraka bu yoqda yaxshi ekan. Yaxshi. Qurilish sanoatimiz zamon talabiga moslashib, sifatli mahsulotlar ishlab chiqarayotgani yaxshi dedi davlatimiz rahbari. Bunday innovatsion texnologiyalarni import ulushi yuqori bo'lgan boshqa tarmoqlarda ham qo'llash kerak. Shunda bozorda raqobat, xaridorlarda tanlov bo'lib, joylarda ish o'rni ko'payadi. Buning uchun izlanuvchan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashda davom etamiz deya ta'kidladi prezidentimiz. Mazkur korxonada yiliga 600 ming metr kub mahsulot ishlab chiqariladi. Bu viloyatda g'ishtga bo'lgan ehtiyojning 28% ni qoplashi kutilmoqda. Avvalambor muhtaram prezidentimizga juda katta minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Biz tadbirkorlarga juda katta imkoniyatlar, juda katta sharoitlar yaratib beryaptilar. Biz bundan unumli, oqilona foydalanib 8 oy davomida bu zavodimizni qurib bitkazdik. Hozirgi kunda zavodimizni ishga tushganiga attiga 2 oy bo'ldi. 2 oy ichida 65 milliardlik mahsulot ishlab chiqardik va 65 milliard mahsulot ichidan 570 ming dollar o'zi qo'shni davlatlarga eksportni boshlab yubordik. Hozirgi kunda mahsulotimizni aholiga juda yaxshi qabul qilishyapti, juda yaxshi ishlatishyapti. Zavodimiz to'liq avtomatlashtirilgan. Bu bizga sifati doim bir xilla ushlab turishni afzalliklari bo'ladi. Prezidentimiz yaratib bergan imkoniyatlari, yaratib bergan sharoitlarning natijasida shunaqa katta zavodlarni qurib bitkazdik. Bundan keyin bundan ham katta zavodlarni qurishni oldimizga maqsad qilganmiz. Bugun prezidentimiz ham bevosita ishlab chiqarishni kengaytirishni aytdilar, to'g'rimi? Ishlab chiqarishni kengaytirishni aytdilar va bunga yondosh mahsulotlarni, qo'shimcha qiymat mahsulotlarini ishlab chiqarishlarini aytdilar. Bu bizga juda katta kuch berdi. Biz bugundanoq ishga kirishni boshlaymiz. Demak, aytishimiz mumkinki, Abdurashid aka tez fursatlarda mana shu yirik bir korxona yonida yana bir korxonalar bunyod etiladi. Korxonalar bunyod etiladi. Quruq klesini ishlab chiqarmoqchimiz va panelini ishlab chiqarmoqchimiz. Bu megapor mahsulotini ishlab chiqarmoqchimiz. Hammasi yondosh mahsulotlar. Bir-biriga kerakli yondosh mahsulotlar. Shunda arzon, sifatli va bir joydan klaster bo'lamiz, xudo xolasa. Ma'lumot berilgandek, loyihaning ikkinchi bosqichida avtoklav, gazoblok devori, maxsus kley, kimyoviy qorishma va suvoqlarni mahalliylashtirish reja qilingan. 15 yil oldin, 10 yil oldin bu imkoniyatlar yo'q edi masalanda. O'zgarishlar taqqoslashdi, o'zi qiyin buni. Sababi kim? Oddiygina bundan 10 yillar muqaddam biz sanoat ishlab chiqarishini viloyatimizda milliard so'mdan o'tdik. 2 milliardga yetdik deb yurgan edik. Bugungi kunda Namanganda yalpi hududiy mahsuloti qariyb 70 trillion so'mga yetib qolibdi. Bunda sanoatning ulushini aytmaysizmi? Yoki kichik biznesning ulushi
hozir qariyb 80% viloyatimizda tashkil etyapti. Bu ham bo'lsa o'zidan o'zi bo'lib qolayotgani yo'q. Buni tinimsiz islohotlar, tinimsiz mashaqqatlar, tinimsiz izlanishlar natijasida yurtboshimizni islohotlari natijasi bo'lyapti. 70 dan ziyod sanoat zonalari, u yoshlar sanoat zonalari, u har birida yuzlab sanoat korxonalari, minglab ish o'rinlari. Minglab ishchi o'rinlari. Bularda hammasi yana takror aytaveraman, o'zidan o'zi bo'lmayapti. Buni tagida tushunadi qanchalik mashaqqat bilan bu erishilayotganini. Muhtaram yurtboshimizni Namanganga tashriflari, u kishini har kelishlari yangi istiqbollarni ochib beradi, yangi imkoniyatlar eshiklarini ochib beradi. Shunga ruhlanadi odamlar. Yangi avlod qurilish materiallari, yangi O'zbekiston poydevori. Bu innovatsiya, barqaror rivojlanish va zamonaviy arxitekturaning asosi. Yana bir muhim jihat. Bunday loyiha orqali biz nafaqat qurilayotgan binolarni, balki yaratilayotgan ish o'rinlari orqali oilalar farovonligini, kambag'allikni qisqartirish orqali esa kelajak taraqqiyotimizni ham mustahkamlaymiz. So'nggi yillarda Namangan viloyatida amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar oddiy odamlar hayotida ham o'z samarasini ko'rsatyapti. Aynan bu jarayonda kichik sanoat zonalari alohida o'rin tutadi. Ular orqali faqat ishlab chiqarish emas, balki minglab oilalarning turmush ham farovonlashyapti. 2018-yilda hech kim foydalanmayotgan 154 gektardan ziyod maydonda 9 ta sanoat kichik zonasi tashkil etilgan edi. Bugun esa ular soni 70 taga yetdi. Ilgarigi bo'sh yerlar hozirda odamlar gavjum ishlab chiqarish maskanlariga aylandi. Sanoat zonalarida jami qiymati 10 trillion so'mlik 1285 ta loyiha joylashtirilgan. Shundan 1086 ta loyiha ishga tushib, 56 mingdan ortiq aholi ish bilan ta'minlandi. Yana 131 ta loyiha amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Bu esa 5 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari, minglab oilalarning barqaror daromad manbai degani. Davlatimiz rahbarining Namangan viloyatiga tashrifining navbatdagi obyekti yangilanish va yuksalishning muhim drayveri va manbai, yangidan barpo etilgan yana bir istiqbolli majmua, taraqqiyot sanoat va servis zonasida tashkil etilgan loyihalar bilan tanishish bo'ldi. Yurtimizda har bir mahallada iqtisodiy salohiyatni to'liq ishga solish, aholiga munosib ish o'rinlari yaratish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash maqsadida kichik sanoat zonalari tashkil etilmoqda. Bu yo'nalishdagi yangicha yondashuvlar nafaqat raqamlarda, balki odamlarning kundalik turmushida ham sezilarli o'zgarishlarni olib keldi. Shu ma'noda Sohil mahallasida tashkil etilgan taraqqiyot sanoat va servis zonasi prezidentimizning alohida e'tibor markazida bo'ldi. Davlatimiz rahbari ushbu hudud imkoniyatlari bilan yaqindan tanishdi. Bu yerda faoliyat olib borayotgan tadbirkorlar bilan ochiq muloqot qildi. Prezidentimiz ta'kidlagandek, bunday zonalar iqtisodiyotning yangi drayveriga aylanishi, mahalliy aholi uchun ish o'rinlari va daromad manbai yaratish kerak. Bu yerdagi barcha xizmatlar ana shu yuksak talabning ifodasi bo'ldi deyish mumkin. Mahalliy tadbirkorlar tomonidan bir necha yo'nalishlarda avtomobillarga xizmat ko'rsatish markazlari ishga tushirildi. Shu qisqa vaqt ichidayoq ustaxonalar nafaqat mahalliy aholi, balki chegaralar ochilib, qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston davlatlaridan kelayotgan mijozlarni ham o'ziga jalb qila boshladi. Bu esa mamlakatimizda xizmatlar sohasi rivojlanishi hamda transchegaraviy hamkorlik kuchayib borayotganidan darak beradi. Davlatimiz rahbari bu borada o'z sohasining hadisini olgan usta yigitlar bilan samimiy muloqot qildi. Bu yerda hamma mashinalar xizmat turlari mavjud, motor, hador, korobkalar, nima ishlar bo'lsa, ishimizni yanada rivojlantirib, bu hunarni ijtimoiy tarmoqlarda bloger o'zib, blogimiz orqali qo'shni Qirg'iziston, Tojikistondan ham shu mehmonlar kelib, mashinalarni biz chiroyli qilib xizmat ko'rsatib berdik. Qanday qilib klientlaringni ko'paytiryapsan? Biz bunaqa sharoitda ishlamaganmiz. Hozir bu sharoitlar zo'r. Biz eski ustaxonalarda ishlaganmiz, lekin shaharda 3 tacha servis qildim. Yoshim o'zi 27 da, lekin 100 ga yaqin ishchilarni ish bilan ta'minlab keldim. Maktab paytida, maktabdan keyin yozgi kanikul bo'ldi. Bolalarni ham ozgina shu hunarni o'rgatdim. Bo'sh vaqt yurmasa, shu hunar haqida, mashina haqida ma'lumotga ega bo'lsin deb shularni o'rgatdim. Namangan shahrida avtomobillarga tegishli xizmat ko'rsataman. Bizda asosiy tuning sohasiga maktabda biz ham 5-sinfdan shogird tushgan bo'lganman. Ijtimoiy tarmoqda o'zimning shaxsiy Instagram sahifamni ochgandim. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonlardan ko'rib kelishni boshlashdi. Undan keyin chegaralarni ochib berganingizdan keyin bitta mashina o'rniga 10 ta, 20 talab mashinalar kelib, bizga hozirgi kunda mana servisimizda ham hozir Qirg'iziston, Qozog'iston mashinalari kelib xizmat ko'rsatib chiqib ketishadi. Undan tashqari biz ham servisimiz xuddi mana jiyanim aytgandek sal eskiroq joylarda ishlardi. Siz yaratib bergan imkoniyatlar sababli shunaqa chiroyli joylarda maza qilib ishlayapmiz. Menda ham 60-70 ga yaqin ishchilar bor. Kelishadi, yoshlar ham mashinalarni ko'rib
juda ham xursand bo'lib sizdagi yaxshi mashinalarni qilaylik deb turib kelishadi, olib qolamiz. Maktabdan keyin hunarlarni o'rgatamiz. Xizmat turizmiga ham o'ch berganingizga bizga chegaralar juda ham yaxshi bo'ldi. Mashinasini misol uchun olib kelgan odam shahrimizda shunday ko'radida, chiroyliligini ko'rib, parklarimiz bor, chiroyli. Bir kun emas, bir haftalab qolib, restoranlarimizga kirishyapti, gastitsiyalarimizda hamma joylarda qolib, ham bizning xizmatimizdan, ham shahrimizni xizmatlaridan foydalanib, yoqqani uchun mana shu yerga kelib, keyin mashinasini qabul qilgani kelishganda ikkita, uchta guruhga bo'lib kelib, hamma joyga ko'rib chiqib ketishadi. Shunchalik tashrif buyurib, kelganingizga juda ham katta sizga rahmat aytamiz. Shuncha bolalarimizni ish bilan ta'minlaganlariga shu sizlarga katta rahmat. Men Yaponiyada shu xizmat 51-etajda ko'rganman. Tursada 12-etajda moyka turibdi. Joyini bilib qolgan, sifatiga ishongan. Keyin bir muhim masalani aytdi. Menga kelib restoranga borib mehmonxonada yotyapti dedi. Restoranga borganda ovqatlanadimi? Gastitsani bekor olmaydimi? Shuning uchun bu xizmatlarni paydo qilayotgan tizim bu. Bu xaridori bob yo'nalish bu. Keyin bu Chustda emas, kerak bo'lsa Popda ham filialni ochsa bo'ladimi? Hozir chet el avtomobillari ham ko'payapti, odamlarda daromad ko'payapti. Unga eng sifatli servis kerak. Mashinani soniga qarab biz joylarga servis qilishimiz kerak. Bu ham bir yangi yo'nalish bo'ladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, har yili O'zbekistonda 500 mingga yaqin yangi avtomobil ro'yxatdan o'tmoqda. Agar har bir avtomobil kamida yiliga bir marta texnik xizmatdan o'tsa, bozordagi umumiy talab 500 mingdan ortiq qo'shimcha xizmat ko'rsatish operatsiyasiga teng bo'ladi. Mavjudlari ham yana shuncha. Demak, xizmat ko'rsatish tarmog'ini kengaytirish bozor qonuniyatidan kelib chiqqan holda zaruratdir. Agar har bir servis markazida kamida 2 ish o'rni yaratilsa, bir yilda mamlakat bo'ylab kamida 100 mingta yangi ish o'rni ochilishi mumkin. Bu esa aholi bandligini ta'minlashda katta iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. Qolaversa, so'nggi yillarda chet elda ishlab chiqarilgan avtomobillar soni ham oshib bormoqda. Ular uchun original ehtiyot qismlari, elektron diagnostika va yuqori malakali mutaxassislar talab qilinadi. Bu esa yangi yo'nalishlarda servis xizmatlarini tashkil qilishni taqozo etmoqda. Davlat rahbari ta'kidlaganidek, mahalliy tadbirkorlar chet el avtomobillari uchun ham to'liq xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini yo'lga qo'yishi kerak. Bu nafaqat ichki bozorda raqobatbardoshlikni oshiradi, balki qo'shni davlatlardan mijozlar oqimini ham ko'paytirishi mumkin. Shaxsiy profilimni ochdim, Bek Avto Tuning deb nom qo'yib, o'z qilgan mashinalarimni internetga qo'yish boshladim. Uni Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondagi shunaqa inamarkasi bor odamlar ko'rib, kirib kelish boshlashdi. Chegaralarni ochib bergandan keyin shunaqangi bir mashinalar oqim bilan keladigan bo'ldi. Xizmat turizmi o'rtoqlari bilan keladi, boshqa qiladi. Parklarga olib boraman, restoranlarga olib boraman. Borsak, chiroyli joylarimizni ko'rishadi-da, keyin bir kun emas, ishonsangiz bir hafta 10 kunlab ham qolishadi. Mashinalar keladi. Bu misol ta'mirtalab mana eskicha bo'lsa, mana bunisi tayyor qilib qo'ygan variantimiz. Qarang, o'sha Qirg'izistondan erinmasdan misol yo'l bosib kelishyapti. Bunisi mana eski holatda. Bu o'zi ish jarayonida ketyapti bu. Oldi qanotlari, kirlovlari, faralari, hamma detallari almashtirib, salonlar bilan yangi qo'yib beramiz. Bizga prezidentimiz juda ham katta imkoniyat yaratib berishdi. To'g'ri, yana bir narsa eshitib qoldim, bularga imtiyoz berdi deyishdi. Endi ijarada emas, endi o'zimizning joylarimiz bo'ladi, xudo xolasa. Olib o'sha joylarni ijara haqqini to'laydigan o'rniga biz shaxsiy o'zimizni chiroyli servislarimiz bo'ladi. Prezidentimiz ta'kidlab o'tdilar, yoshlar band qilinglar deganlariga, o'zi bizda Namanganda ustoz shogird an'anasi asosida qadim yillardan o'zi ustachilik bilan, hunarmandchilik bilan biz shug'ullanib kelamiz. O'zim ham 5-sinfdan shogird bo'lganman. Bularning o'zi ko'zi pishdi. Endi biz bularga maktabdagi ish bilan ta'minlaymiz. Xohlasa o'qishga ketsa, qanaqadir o'qisa, o'qib ketaveradi, lekin hamma ham o'qish loyiqati bo'lmaydi-ku, misol. Biz o'zimiz ham o'rta maxsusdan keyin o'sha hunarga o'tganman, Allohga shukr kam bo'lganim yo'q. Bular ham o'qiydiganini o'qitamiz, o'qimaydiganini ishlaydi, oilasini bemalol boqadigan holatda ish bilan ta'minlab beramiz-da, xudo xolasa. Alohida rahmat deymiz, chunki biz shogird bo'lgan paytlarimizda bunaqangi sharoitlar bo'lmagan. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsa, salafanli ustaxonalarda ishlaganmiz. Sovuq, issiq kunda issiq sharoitni ko'rib turibsiz. Oyoqlarning tagi isiydi, topli pol, konditsioner, hamma narsa mavjud. Besanoat zonada mashinaga 100 dan ortiq xizmat ko'rsatish turi bor. Mashinangizni bo'yoq qilasizmi, uni
kraskalarni, pajaqlarni qilasizmi, hamma sharoitlar yetarli. Tuning qildirmoqchimisiz. Xullas bitta mashina kelsa, tuzalib ketadi. Zapchastlarning ham hech qanaqa muammosi yo'q. Bir qadam shuna oldiga chiqasiz, ilgari muammo bo'lardi. Bozorga tush, 2 soat vaqt ket, kunni yarmi shu zapchast qidirish bilan o'tib ketardi. Bu yerda 5 minutda shuni zapchast olib chiqiladi, masala hal bo'ladi. Oldingiz oddiygina ishxonada ishlaydi. Salafanlangan, salafan to'silib, endi oddiy misolda endi qo'pol qilayotganda. Sovuqda isitish sharoiti yo'q, o'tin yoqadi, yo bo'lmasa ozgina mana moy aralashtirib yoqadi. Lekin hozir mana svet bor, isitadigan penchlar bor, gaz bor, hamma sharoitlar zo'r. Mana ko'rib turibsiz, bunaqa obod joyda ishlash. Kiyimimiz top-toza kiyimda kelamiz, top-toza kiyim, kir kiyimda ketmaymiz o'yga. Endi ochiq gapda. Qo'polqand usta demaydi biz ko'rgan odam, endi kir bo'lmaganligini. Bundan buyog'iga kelajak avlod bizdan ham yuksalib ketishini so'raymiz. Yuksaladi, ya'ni nimaiki shunchalik mutasaddi xodimlar qo'llab-quvvatlab turishibdi. Taraqqiyot zonasidagi loyihalarning yana bir muhim jihati xavfsizlikdir, dedi prezidentimiz. Avtomobil xizmatlari yo'nalishi yong'in va texnik xavfsizlik talablariga katta e'tibor talab etadi. Shu bois zamonaviy standartlar asosida xavfsizlik tizimini yo'lga qo'yish, xodimlarni muntazam o'qitish va xavfsiz mehnat muhitini ta'minlash zarurligini qayd etdi davlatimiz rahbari. Bu hududdagi investitsion va servis muhitining bir qismi xolos. Sohil mahallasi tashkil etilgan taraqqiyot sanoat va servis zonasida umumiy qiymati 977 milliard so'mlik 113 ta loyiha amalga oshirilmoqda. Ularning katta qismi mahalliy tadbirkorlar mablag'lari hisobidan qolaversa, 18 million dollar xorijiy sarmoyalar ham jalb etilgan. Bu esa mahalliy tashabbuslarga xalqaro maydonda ham ishonch ortib borayotganidan dalolat. Avval bu mahallada 310 nafar tadbirkor o'z uyida mahsulot ishlab chiqarish bilan cheklanib kelgan edi. Endilikda esa ularning mehnati birlashib, katta sanoat qudratiga aylandi. Yiliga 500 milliard so'mlik mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarilishi rejalashtirilmoqda. Eng muhimi, 4800 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Demak, minglab oilalarda turmush sharoiti yaxshilanadi, mahallaning iqtisodiy qiyofasi butunlay o'zgaradi. Shu o'rinda qayd etish o'rinliki, prezidentimizning tashabbusi bilan kichik sanoat zonalarini rivojlantirish uchun 50 million dollar mablag' ajratildi. Bu mablag'lar yo'l, suv, elektr va kommunikatsiya tarmoqlarini barpo etishga sarflandi. Natijada tadbirkorlar o'z biznesini erkin yo'lga qo'yish imkoniyatiga ega bo'ldi. Albatta, infratuzilma muvaffaqiyat poydevori. Zonani rivojlantirishda infratuzilmaga ham jiddiy e'tibor qaratildi. Respublika byudjetidan 833 million so'm ajratilib, 2 ta transformator, yoritish chiroqlari, 3 kilometr ichimlik va oqova suv tarmog'i, 3.3 kilometr elektr tarmog'i hamda 2 kilometr ichki yo'llar qurildi. Bu ishlar mahalliy tadbirkor uchun katta yengillik yaratdi. Endi ish jarayonida suv yoki elektrdagi uzilishlar to'siq bo'lmaydi. Mahsulot bozorga o'z vaqtida yetib boradi. Bu yerda yangi yondashuv va kooperatsiya muhim nuqtasini ko'rasiz. Taraqqiyot zonasida xizmat ko'rsatish sohasiga ham yangicha yondashilmoqda. Ishsiz aholini onlayn darslar orqali kasbga o'qitish va malaka oshirish tizimi joriy etildi. Yondosh mahallalardan 170 nafar tadbirkor jalb etildi. 350 dan ortiq xonadonda kooperatsiya usulida ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Bu jarayon mahallaning o'zini bir iqtisodiy klasterga aylantirayotganini ko'rsatadi. Prezidentimiz mebel sohasida faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlar va hunarmandlar bilan muloqotda mamlakatimiz iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri mahalliy ishlab chiqarish, kichik biznes va hunarmandchilikni qo'llab-quvvatlash masalasini yana bir bor kun tartibiga chiqardi. O'zbekistonda hunarmandchilik va mahalliy ishlab chiqarish asrlar davomida shakllangan va boy an'analarga ega. Ayniqsa mebelsozlik, zardozlik, kulolchilik kabi sohalar nafaqat ichki bozorini ta'minlab, balki eksport salohiyatiga ham ega. Prezidentimiz ta'kidlagandek, endilikda ushbu tajribani zamonaviy iqtisodiyot talablariga moslashtirish, uni hududlar rivoji uchun asosiy drayverga aylantirish vaqti keldi. Bunda muhim jihat mavjud 598 ta texnikum imkoniyatlaridan samarali foydalanishdir. Agar ular hunarmandchilik va mahalliy sanoat korxonalari bilan integratsiya qilinsa, yoshlar amaliy ko'nikmalarini to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarish jarayonida o'zlashtirishi mumkin. Bu esa bir vaqtning o'zida ham malakali kadrlar tayyorlash, ham mahalliy ishlab chiqarishning sifatini oshirishga xizmat qiladi. Prezidentimizni biz tadbirkorlarga shunchalik sharoit yaratib berayotganlar hammasi buni ifodasi. 10 gektarlik 37 loyiha bor. Hammasi mebel ishlab chiqaruvchilar. Shu ajoyib bunga ham bir anaqa chet ellarga borganimizda, Turkiyaga borganimizda katta ishlab chiqaruvchilar bitta joyga joylashgandi. Umuman qiyinchilik ko'rmaganda, shu anda havas qilgandi. Mana qarab, bizga prezidentimiz shunchalik sharoit yaratib berdilar. Bundan 10 yil oldin, 8 yil oldin bir kichkina xonalarda haligi ko'rishim joylarda ishladi. Qiynalardi, boshqa qiladi. Bu sharoitini qarang, har qancha ishlasa, har qancha mehnat qilsa arziydi. Prezidentimizni 2017-yildagi ishchi o'ynayotgan tadbirkor boshimda olaveraman degan narsa bizga katta motivatsiya bo'ldi. Shundan biz o'zimizga anaqa qilib, shijoat qilib, harakat qilib maqsad qo'yganmiz. Mana hozirgi kunda 200 tadan oshiq ishchi xodimlar ishlaydi. Bu 3-fabrikamiz. Xudo xolasa to'xtamaymiz. Yana oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz katta. Yevropa davlatlari bilan bemalol raqobatlasha olamiz. Har qanaqa holat chiqazib,
yurtimizni ravnaq uchun, xalqimizni naqasi uchun o'z hissamizni qo'shamiz. Bu zonaga bir majmuaviy ko'rinish beryapti-da mutaxassislar. Uzluksiz bir-birini to'ldiruvchi, qo'shimcha qiymat zanjirini yaratuvchi bir sifat berishyapti-da. Nimalar bilan izohlanadi bu fikrlar? Kimdir bitta qismini yaratadi, kimdir ikkinchi qismini yaratadi. Yana kimdir mana yumshoq mebel tarafini yaratadi. Buni hammasini jamlab turiladi. O'sha narsalar bilan ham bir ajoyib bo'ldi-da. Oldinlar bilsangiz 5 kilometr u yoqqa borish kerak, bu yoqqa borish kerak. Bitta narsani yaratish uchun kunlab, o'zi eng qimmat narsa vaqt. Bu yerda yaxshi bo'ldi, beramiz, hammasini yig'ib, mana xonadondan chiqqan mebel ustalarimiz bu yerdan joylarni lotlarni sotib olib, bu yerdan o'zi mana sekin-sekin rivojlanib boshqa qilishyapti. Maslahatdan so'rashadi. Bundan tashqari yana bu yerda o'quv binosini tashkil qilgan. O'quv binosida qanaqa? Dizayner sohasiga bularning malakasini oshirish, texnologiya sohasida stanoklarimizni remont qilish, boshqa deganda maqsad qo'yganmiz. Yana bir yo'nalishni qo'ydik. Mana bilsangiz maktablarda lineykani chiqarganmiz o'zi mana. Bolajonlarimizga harfini o'radigan. Bu O'zbekistonda yo'q, bu import bo'ladi bu. Import bo'ladi. Qolaversa, mana bularimizni mebel sohasiga ishlagan hedeflerimiz deydi. Bularni o'sha yonidan chiqqan otxotlardan olamiz. Har bitta santimetrdan unumli foydalashga harakat qilamiz. Bu yerda stanogini olib kelganmiz, qo'yganmiz. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni ishga olib, faqat o'tirib ishlashadi. Stanogimiz chiqazib beradi, bular faqat padolashadi bo'ldi. Davlatimiz rahbari Namanganda yog'och mahsulotlari yetkazib berish markazi va zaxira omborini tashkil etish zarurligini ham ta'kidladi. Bu masala tasodifiy emas, chunki mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun asosiy muammolardan biri xom ashyo narxi, transport xarajatlari va logistika samaradorligidir. Agar hunarmandlar zarur yog'och mahsulotlarini bir markazdan olish imkoniyatiga ega bo'lsa, narx-navo barqaror bo'ladi, ishlab chiqarish xarajatlari pasayadi va mahsulotning raqobatbardoshligi oshadi. Shu bilan birga zaxira omborlari mavsumiy ehtiyojlarni qondirishda bozordagi talab va taklif mutanosibligini saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Hunarmandchilik sohasini rivojlantirishda faqat an'anaviy usullar bilan cheklanish samara bermaydi. Zamonaviy bozor raqobatini inobatga olganda ilmiy amaliy ishlanmalar va innovatsion g'oyalarni joriy etish strategik ahamiyatga ega. Masalan, mebel ishlab chiqarishda ekologik toza materiallardan foydalanish, dizayn va interyer yechimlarida xalqaro trendlarga yo'nalish, elektron savdo maydonlaridan foydalanib eksportni kengaytirish kabi tashabbuslar hunarmandchilikni yangi bosqichga olib chiqishi mumkin. Namangan viloyatida elektr energiya sarfining qariyb 60% suv nasos stansiyalari ehtiyojiga to'g'ri keladi. Energiya iste'moli yuqori bo'lgan inshootlarning ba'zilari 1980-yillarda ishga tushirilgan. Shulardan bittasi katta Namangan kanali bo'yidagi Qiron 1 nasos stansiyasi. O'tgan davr mobaynida bu obyekt ta'mirtalab ahvolga kelib qolgan edi. Endi tasavvur qiling, shunday stansiyalar soni 40 tadan ko'proq bo'lsa, bu tabiiyki ortiqcha yuklamadan signal beradi. Xavotirli vaziyatni inobatga olgan holda davlatimiz rahbari o'tgan yili nasos stansiyalarini modernizatsiya qilish, ya'ni eski agregatlarni yangi energiya tejamkor muqobiliga almashtirish loyihasini ilgari surgan edi. Natijada 43 ta nasos stansiyasi Nam Motor suv ta'minot korxonasiga 10 yil muddatga boshqaruvga berildi. O'tgan 1 yil ichida tashabbuskor tadbirkor tomonidan 15 tasi yangilandi. E'tiborlisi, barcha uskunalar mazkur korxona tomonidan mahalliy sharoitda ishlab chiqarilmoqda. Bu loyihamizni amalga oshirish boshida prezidentimiz o'zlari ruxsatlar bilan amalga oshirdik. Korxonamizga 2024-yil 25-martda tashrif buyurgan chog'larda bizga yaratib bergan imkoniyatlari, shart-sharoitlaridan va o'zlarini ko'rsatmalari asosida biz Namangan viloyatida 43 ta nasos stansiyalarini davlat xususiy sheriklik asosida o yilga boshqaruvga oldik. Bu hozirgi turgan joyimiz Ayqiron nasos 1 stansiyasi bo'lib, 1980-yilda qurib bitkazilgan. Shu paytdan beri boshqaruvga olingungacha DXShga eski nasos agregatlari bo'lgan. Elektr energiyasiga tejamkor bo'lgan agregat suv nasoslarimiz barchasi o'zimizda Nam Motors korxonasida mahalliylashtirilgan darajada ishlab chiqarilib o'rnatyapmiz. Agar raqamlar asosida ko'radigan bo'lsak, jamiki elektr nasos stansiyalari Namangan viloyatidagi 60% elektr energiyasini sarflaydi. Agar shu davlat xususiy sheriklik asosida olinayotgan nasos stansiyalarini yangi energiya tejamkor bo'lgan nasos agregatlarini o'rnatishimiz natijasida qo'shimcha 100 ta tadbirkorlar uchun uzluksiz
elektr energiyasi bilan ta'minlanadi, 3000 ta aholini elektr energiyasi bilan ta'minlash ko'zda tutyapmiz. Mana shu nasos stansiyasi eski holatda kuniga 1250 kWh elektr energiya sarflagan bo'lsa, yangi agregatlar hisobiga xarajat 1000 kW ga qisqardi. Demak, hozir 250 kWh elektr energiyasi iqtisod qilinmoqda. Suv chiqarish samaradorligi esa 3000 kub metrdan 4000 kub metrga ko'tarildi. Bu birgina misol. Keyingi 2 yil ichida Namangan viloyatidagi barcha nasos stansiyalari shu tajriba asosida yangilanadi. Davlatimiz rahbarining Ayqiron 1 nasos stansiyasiga tashrifi chog'ida yuqorida sanab o'tilgan samaradorlik ko'rsatkichlari taqdimot qilindi. Prezidentimiz bajarilgan ishlarni ijobiy baholab, bu tajribani boshqa hududlarda ham joriy etish bo'yicha topshiriq berdi. Hurmatli prezidentimiz Chortoq tumanidagi Ayqiron 1 nasos stansiyasiga tashrif buyurdilar va o'zlari yaratib bergan imkoniyatlardan biz shu nasos stansiya misolida qanday qilib suv xo'jaligi tizimida davlat xususiy sheriklik ishlarini amalga oshirayotganimizni hisobot berdik. Bugungi kunda mana shu nasos stansiya orqali 16 million kilovat elektr energiya iqtisod qilinishi, bu elektr energiya qancha samarali ekanligini, byudjetga 30% mablag' iqtisod bo'lib qolishi va mana shu yerdagi hurmatli qishloq xo'jalik mahsulotini ishlab chiqaruvchilarimiz manfaatdor ekanligini ko'rsatib, hurmatli prezidentimiz bizga topshiriq berdilarki, mana shu Chortoq tajribasini avval butun Namangan viloyatiga amalga oshirish kerak. Keyin boshqa viloyatdagilar ham kelib bu yerda o'rganish kerak. Va mana shu yerda tadbirkorimiz Nam Motors ko'rsatdi. Bu nasos agregatlari, elektrodvigatellari hammasi o'zida ishlab chiqarilgan. Va eski agregatlarni almashtirish evaziga mana samaradorlik ko'rsatkichlari ta'minlandi. Shu bilan birga mana bu yerda o'quv markazi bor, mana bu yerda xizmat ko'rsatadigan mashinalar, texnik servis ishlari bilan tanishtirildi va bizga 1 oy muddat berdilar. Shu 1 oy muddat ichida biz Chortoq tajribasini kengga yo'yib, shu bo'yicha demak qaror loyihasini kiritamizda. Hurmatli prezidentimiz bu tajribani kengga yo'yish bo'yicha bizga tegishli ko'rsatmalarni berdilar. Mana shu tomonda nasos stansiya suv chiqargandan keyin shu fermerlarimiz dalasiga borgancha ham qator kamchiliklarimiz bor. Shu kamchiliklarni tuzatish maqsadida uni ham shu bilan bitta klaster zanjir qilib samaradorligini oshirish bo'yicha ko'rsatmalar berdilar. Albatta bugun suv yetkazib berish xizmati davlat muassasalari byudjetdan tushadigan mablag'larning 40% evaziga shu sohada xizmat ko'rsatyapti. Agar buni ham nasos stansiya bilan birlashtirsak, bu samaradorlik ko'rsatkichlari yanada oshadi. Va biz bugun aniq ko'rsatmalarni oldik. Bu topshiriqlarni bajarish uchun bugungi kunda suv xo'jalik tizimida barcha sharoitlar bor, barcha imkoniyatlar yaratildi va bizga aniq aytildi. Kechagicha ishlashga yo'l qo'ymaymiz. Bugun biz yangicha ishlashimiz kerak, yangi tashabbuslarni hayotga tatbiq etishimiz kerak. Shuning uchun biz mana Katta Namangan kanalidan mana shu Chortoq tumanida oladigan nasos stansiyalar ikkinchi bosqich 84 ta nasos stansiya shu davlat xususiylikka beriladi va albatta bu mana ijobiy natijani biz butun respublikaga yoyamiz. Prezidentimiz faqat texnologiyalarni yangilash bilan cheklanib qolmasdan, ularni malakali boshqarish va to'g'ri foydalanish ham muhimligini ta'kidladi. Ilm va bilim bilan ish yuritilsa, modernizatsiyaning iqtisodiy samarasi ham yuksaladi. Nasos stansiyasini modernizatsiya qilish loyihasi elektr energiyasi bilan bir qatorda suv resurslarini iqtisod qilishga qaratilgan. Tadbirkorning aytishicha, bu loyiha natijasida ilgari suv yetib bormagan 250 gektar yer maydonlari o'zlashtirilishi mumkin. Bu yangi fermer xo'jaliklari, yangi ish o'rinlari va yangi mahsulotlar demakdir. Bu aslida davlatimiz rahbarining uzoqni o'ylab ilgari surgan strategiyasi. O'tgan yili bildirilgan taklif mana asta-sekin bo'y ko'tarmoqda. Keyinchalik mana shu tadbirkorlik subyekti tomonidan o'sha o'zlashtirilgan yerlarda kichik hajmdagi energiya tejamkor quyosh panelli nasos agregatlarini o'rnatish rejalashtirilgan. Hozirda biz yangi zamonaviy energiya tejamkor bo'lgan nasos agregatlarini qo'yib 4000 kuba suv chiqarishga erishdik. Hozirda shuni natijasida 25% samaradorlikka erishamiz va uning natijasida yana qo'shimcha 250 gektar yerlar o'zlashtirilib, yangi fermer xo'jaliklariga yangi ish o'rinlarini yaratyapmiz. Umuman Nam Motors suv ta'minot korxonasi tomonidan hozirga qadar 25 milliard so'm miqdorida investitsiya kiritildi. Modernizatsiya ishlariga keyingi 10 yil ichida jami 40 milliard so'm sarmoya yo'naltirilishi belgilangan. Mazkur loyiha davlat xususiy sheriklik asosida amalga oshirilgan bo'lib, tejaladigan mablag'ning 70% ulushi davlatga, qolgan qismi xususiy sektor hissasiga to'g'ri keladi.
hozir 25 milliard investitsiya kirgizib, 15 ta nasos stansiyalarini o'zi yangi energiya tejamkor bo'lganiga almashtirib, 60% ishlarni amalga oshirdik. Biz kirgizgan barcha investitsiya xarajatlarimiz 10 yil davomida to'liq qoplanib, qilgan modernizatsiya ishlarimiz, agregat nasoslari barchasi yangilanib qoladi. Prezidentimizni qo'llab-quvvatlash natijasida yana yangi loyihalar, yangi korxonalarni ochamiz. Barchasi bu bizga berilayotgan tadbirkorlar uchun imkoniyat va sharoitlar. Korxonamizda ish ob'yomlari ko'tarilish natijasida yana qo'shimcha 100 ta ish o'rinlarini yaratyapmiz va bu davlat xususiy sheriklik asosan olgan nasos stansiyalarimizga 260 ta ish o'rini bilan yaratdik. Ushbu modernizatsiya loyihasini har tomonlama manfaatli deya ta'riflash o'rinli. Avvalo, nasos stansiyalari kamroq elektr energiyasini sarflaydi. Ortgan esa aholi va bizneslar ixtiyorida bo'ladi. Aqlli boshqaruv evaziga suv tejalishiga erishiladi. Buning natijasida sug'oriladigan yer maydonlari 10% ga ortishi kutilmoqda. Demakki, iste'molchilar o'z vaqtida yetarli suv bilan ta'minlanadi. Ikkinchi tomondan bu tashabbuskor tadbirkor uchun katta foyda. U bunday katta buyurtma evaziga ishlab chiqarish quvvatlarini oshirib, yangi ish o'rinlarini yaratmoqda. Bu har tomonlama o'ylangan strategiya. Shu bois davlat rahbari Chortoq tajribasini boshqa hududlarda ham joriy etish kerakligini ta'kidlamoqda. Muammoni hal qilish uchun avval uni tan olish kerak. Biz negadir ko'p yillar davomida nogironligi bor insonlar va ularning yaqinlari hayotida duch keladigan turli xil holatlar, qiyinchiliklar haqida so'z yuritmadik. Ularga ko'z yumib keldik. Bugun esa bunday holatlar, muammolarning oldini olish, ularga yechim topish maqsadida yurtimizda alohida butun boshli tizim ishlamoqda. Masalan, Yangi Namangan tumani Sanoatchilar ko'chasidagi mana shu ikkita yonma-yon binoda tadbirkor va davlatning o'zaro hamjihatligi, hamkorligi asosida nogironligi bor, o'zgalar parvarishga muhtoj insonlarning yangi hayotga qadam qo'yishiga xizmat qilmoqda. Yaqin tarixga nazar solsak, 2020-yilda bu o'zgarishlarning asosi bo'lgan nogironligi bor shaxslar huquqlari to'g'risidagi qonun qabul qilinib, unda ilk bor nogironligi diskriminatsiya emas, balki inson huquqi nuqtai nazaridan qarash belgilandi. Davlat siyosatida bu borada yangi yondashuvlar paydo bo'ldi. Ana shularning amaldagi natijasi islohotlar samarasi bilan tanishish uchun davlatimiz rahbari Namangan shahridagi Firdavs kunduzgi parvarish xizmati hamda faol hayotga qadam 5 xizmat markazlariga tashrif buyurdi. 2025-yil mart oyidan boshlab yurtimizda bolalar uchun kunduzgi parvarish xizmati joriy qilindi. Ushbu loyihalar xususiy sheriklik asosida davlat tomonidan subsidiya orqali amalga oshirilmoqda. Butun respublikamiz miqyosida 289 nafar tadbirkor ushbu dasturga qo'shilgan bo'lib, ularning 15 nafari Namangan viloyatida faoliyat yuritmoqda. Sayora Qosimova ana shulardan biri. U o'z mablag'lari hisobidan 150 million so'm investitsiya kiritib, zamonaviy sharoitlarga ega binoda bolalar uchun maxsus ta'lim va reabilitatsiya markazini tashkil etdi. Men bu sohaga tadbirkor sifatida emas, men ona sifatida kirganman. Rahmatli farzandim Firdavsni xotirasiga bag'ishlab, o'ziga o'xshagan o'rtoqlari, o'ziga o'xshagan do'stlariga yordam berish maqsadida turmush o'rtog'im bilan shu muassasani tashkil qilganmiz. Kunduzgi parvarish hayotimizga kirib kelishidan oldin biz reabilitatsiya ko'rinishidagi fond yaratganmiz. Fondimiz aynan shu diagnozli bolachalarimizga ham pedagogik, ham tibbiy yordam ko'rsatish bo'lgan. 2025-yil yanvar oyida juda katta ehtimol bilan bu fondim yopilish arafasida edi, lekin 25-yil fevral oyida prezidentimiz 41-sonli qarorlari bizni hayotimizda juda ham katta o'zgarishlarga olib keldi. Kunduzgi parvarishimizda 18 nafar bolajonlarimiz bilim olib xizmatlarni qabul qilishyapti. Davlatimiz tarafidan ham moliyaviy, ham ilmiy ko'mak berilyapti. Biz shu kungacha juda ham qiynalganmiz ijara masalasida. Shu 10 yilga bizga shahar markazidan bino ajratilishi topshiriq berildi. Bizga bo'lgan ishonch, bizga bo'lgan e'tibor, vazifam yana ham ko'paydi. Nafaqat bolalarni, nafaqat onalarni, balki prezidentimiz oldida ham men juda ham katta mas'uliyatni bugun bo'ynimga oldim deb. Men yanada ham kengayishim kerak. Men o'sha narsani tushundimki, kichkinagina xizmatim bilan davlat rahbarini e'tiboriga tushdimmi, demak men shunga loyiq bo'lishim kerak. 36 o'ringa mo'ljallangan muassasada bugungi kunda bolajonlar kuniga 9 soatlik darslar davomida qadam tashlashni, gapirishni o'rganyapti, harflar, tovushlarni taniyapti, atrofni va o'zini anglayapti. Davlatimiz rahbari bu yerda o'g'il-qizlar uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanisharkan, bolajonlar markazda kashf qilingan qobiliyatlarni ham namoyish qildilar. Bugungi kunda markazda 13 kishi ish bilan ta'minlangan bo'lib, ular bolajonlarga xuddi shuncha turdagi xizmatlarni mehr bilan ko'rsatib kelishmoqda. Logoped, audiolog, surdolog, fizioterapevt, nevropatolog. Bu yerda bular shunchaki kasb emas, ko'ngil ishi, qalb amri.
Natijalarimiz juda ham zo'r. Juda ham ota-onalar xursand, doimo rahmat eshitaman buni orqasidan. Meni duo qilishadi. Bu kasbimiz juda ham aslida qiyin. Lekin ishlash jarayoni juda ham qiziq. Har xil tashxisli bolalar keladi. Kimlarnidir mazza qilib ishlaymiz, kimlargadir sal qiyinroq darajada ishlaymiz. Prezidentimiz kelganlari juda ham boshqacha bo'ldi. Shu markazimizga e'tiborga tushganlariga xursandmiz prezidentimizni. Dars jarayonimizni ko'rdi, rahmat aytdi. Biz ham ularga rahmat aytib, juda ham xursandmiz kelganlarga. Mutaxassislarni olib, chet davlatlariga malaka oshirishga olib boring. Biz bunga imkoniyatlar yaratib beramiz sizlar uchun. Hammasi bepul bo'ladi. Bizning davlatimiz bizning hisobimizdan bo'ladi deb ta'kidlab o'tdi. Bundan ham juda ham biz mutaxassislar xursand bo'ldik. Davlatimiz rahbari yurtimizda hech kim e'tibordan chetda qolmasligi, bunday ijtimoiy loyihalar miqyosi esa yanada kengaytirilishini ta'kidladi, chunki ular hamma uchun birdek foydali. Bolajonlar jamiyatga moslashadi, bir xillikdagi hayotidan yorug'likka chiqadi. Ota-onalar ham farzandidan ko'ngli to'q, o'z ishi, yumushiga vaqt ajrata oladi. Shuning o'zi ham ular uchun katta madad va taskin beradi. Shu bois ushbu xizmatdan foydalanayotgan ota-onalar o'g'il-qizlarga mehri va g'amxo'rligi uchun prezidentimizga minnatdorlik bildirdilar. Meni farzandim anchadan buyon markazga qatnaydi. To'g'ri tan olib aytish kerakki, avvallari shu farzandimizning sog'ligi uchun biz turli xil mutaxassislarga, turli xil joylarga pulga qatnashga majbur bo'lgan edik, lekin mana prezidentimizning tashabbuslari bilan, maxsus qarorlari bilan mana markazlar tashkil etildi. Ana endi bu yerda biz bir joyning o'zida bir necha xil mutaxassislarga bepul foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldik. Va eng asosiysi biz mana shu mutaxassislar bilan ishlash jarayonida boladagi bo'layotgan o'zgarishni qisqa muddat ichida ko'rishni boshladik. Ertalabdan kechgacha bola ishonchli qo'llarda, ishonchli ta'lim va tarbiya olayotgani uchun bizni ko'nglimiz to'q, o'zimizni o'sha jamiyatga foydasi tegadigan ishlar bilan mashg'ul bo'lishga imkoniyat yaratildi. Va mana bugun prezidentimiz ham o'zlari ko'rishganimizda alohida ta'kidladilarki, bunaqa imkoniyatlar, bunaqa sharoitlar yanada endi kengaytiriladi, ko'proq aholi qatlamining ichiga kirib boriladi va bu o'z o'rnida shu mamlakatimizda bo'layotgan islohotlari keng qamrovda bo'layotganini ko'rsatib beradi. Aytish kerak, bugungi kunda respublikamiz miqyosida ushbu xizmatlardan foydalanayotgan bolalar 3000 nafarga yaqin. Namanganda esa ularning umumiy soni 185 nafar. Barakalla, Sig'diyodan 5 olamiz. Bilasizmi, muassasada mana shunday bolajonlar uchun o'ziga xos mehrli muhit yaratilgan. Bu yerda ular nafaqat yangi bilimlarni, hayotiy ko'nikmalarni o'zlashtirishadi, balki do'stlar orttirishadi, mana shunaqa sevimli mashg'ulotlar bilan shug'ullanishadi va shu orqali o'zlarini jamiyatning to'laqonli, teng huquqli a'zosi sifatida his qilishadi. To'g'rimi, Sodiyonim? Davlatimiz rahbari shu yerning o'zida faol hayotga qadam, 5 xizmat mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyati bilan ham tanishdi. 16 o'ringa mo'ljallangan markaz shu yil tadbirkor Hurriyat Ortiqovaning shaxsiy mablag'i hisobidan tashkil etilgan. Bu yerda o'zgalar parvarishga muhtoj shaxslar uchun zamonaviy qulayliklar, tibbiy va reabilitatsiya xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Ochilganimizga 1 oy bo'ldi. 1 oydan beri 8 nafar mijozlarga xizmat ko'rsatib kelyapmiz. Avvalo sog'liklarini tiklashga harakat qilamiz, o'ziga o'zi xizmat qilishni o'rgatamiz. Shu bilan bir qatorda bo'sh vaqtlarida mashg'ulotlarni o'rgatamiz. Rasm chizishga qiziqishadi. Ba'zilari qizlarimiz bor, munchoq to'qishadi. Onaxonlar bor, to'qishga qiziqishadi. O'zlari qo'li bilan tayyorlagan narsalarni sotishga men yordam beraman. Nevarasiga, farzandiga sovg'a bilan qaytish uchun motivatsiya bo'lyapti. Prezidentimiz rahmat, shunaqa insonlarga yordamingiz tegayotganidan degan gaplari o'zi men uchun katta yutuq bo'ldi. Faoliyatimiz hozir ijara shartnoma asosida binodan foydalanayotgandik. Bizga hozir o'zimizga 10 yilga tekinga bino beraman dedilar. Bu biz uchun katta baxt bo'ldi. Kutilmagan sovg'a bo'ldi. Hozir bu yerda kichiklik qiladi, haqiqatda 8 nafar mijozga xizmat ko'rsatayotgan bo'lsam, endi kattaroq binoda 100 ta, 200 ta insonga xizmat ko'rsatishga tayyorman. Faol hayotga qadam dasturi va kunduzgi parvarish insonlarga sog'lom hayotga qaytish, yaqinlarga esa iqtisodiy va ijtimoiy imkoniyatlarni yaxshilash uchun sharoit yaratmoqda. Bu xizmatlar orqali faqatgina bemorlar hayotida emas, balki ularning oilalarida, jamiyatda ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Xususan 8 kishining o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish darajasi yaxshilandi. 5 nafarning oila a'zosi ishga joylashdi. Davlatimiz rahbari bunday hayotiy misollarni oddiy insonlarning o'zidan eshitdi. Birinchi kelganda umuman yura olmasdim. Holatim yomon edi. Mana endi
Yurayapman. Asta sekin. Oldin umuman yotib qolgandim. Qizim qaradi. Ishlamasdi endi menga qaragan uchun. Endi u ishga joylandi, hozirda ishlayapti. Ijtimoiy oldimda kelib, xola, sizni mana shunaqa zo'r joyga olib boramiz deyishdi. Qizim ikkalamizni olib kelib ko'rsatishdi. Hammasini ko'rib, endi xotirjam ishlayapti. Men basayda ancha o'zimga kelib yaxshi bo'lib yuribman. Bu yerda vaqt o'tganini bilmaymiz-da qizim. Ertaman kelamiz, badan tarbiya qilamiz. Undan keyin mashg'ulot, nonushta qilgandan keyin mashg'ulotlar. Vaqt o'tgani bilinmaydi. Uyda bo'lsa o'tiramiz. Kayfiyat zo'r. Prezidentimizga ming marta rahmat. Ma'lumot o'rnida mazkur sohadagi davlat xususiy sheriklik dasturi asosida 600 nafar tadbirkor xayrli ishga bosh qo'shgan. Ularning 46 nafari Namanganda faoliyat yuritmoqda. Umuman bunday loyihalar prezidentning ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga yelkadosh ekanini ko'rsatadi, chunki aynan shunday xizmatlar orqali nogironligi bor insonlar, bolajonlar jamiyatga tez moslashadi. Odamlarning ularga nisbatan munosabati o'zgaradi, stereotiplar parchalanadi. Shu orqali qora ko'zlarda quvonch porlaydi, ertangi kunga ishonch ortadi. Qariyb 2,5 gektarlik maydonda forel balig'ini super intensiv usulda yetishtirish va qayta ishlash loyihasi. Qiymati 30 milliard so'm. Budjetga, tadbirkorga, aholi xonadonlariga foydasi bundan ham barakaliroq. Qachonlardir mana shu baliqlar parvarishlanayotgan suv yerni ortiqcha zaxlantirgani sababli shunchaki tashqariga chiqarib yuborilgan xolos. Lekin suvga bitmas tuganmas xazina emas, balki qimmatli resurs sifatida qaralishi natijasida bugun u qo'shimcha qiymat yaratishga asos bo'lyapti. Bir so'z bilan xalqni ro'zg'origa to'kinlik, farovonlik olib kirayotgan bo'lsa, hududni qishloq xo'jaligi, baliqchilik sanoatining rivojiga o'ziga xos impuls bermoqda. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tashrif buyurgan navbatdagi manzil Namangan viloyati Norin tumanidagi Fishwell Norin korxonasi bo'ldi. Baliqchilik ham aholi salomatligi, ham oziq-ovqat xavfsizligida muhim o'rin tutadi. Baliq mo'l bo'lishi boshqa go'sht mahsulotlari narxiga ijobiy ta'sir qiladi. Uni xonadonlarda boqish oilalarga qo'shimcha daromad olib keladi. Yana bir afzalligi shundaki, u tez natija beradi. Dehqonchilikda hosilni yig'ib olish uchun oylar kutish kerak bo'lsa, baliqchilikda sarmoya tez qaytadi. Bu kambag'allikka qarshi kurashda eng samarali yo'llardan biri. Eng muhimi, baliqchilik yangi iqtisodiy zanjirlarni yaratadi. Yem ishlab chiqarish, qayta ishlash, eksport, hatto turizm ham. Mamlakatimizda baliqchilik tarmog'ini rivojlantirishga ana shu jihatdan yondashilmoqda. Sersuv tumanlarida investitsiya va kooperatsiya loyihalari faol qo'llab-quvvatlanmoqda. Fishwell Norin korxonasida 76 ta innovatsion havza tashkil etilgan. Hozirgi kunda shundan 40 tasi ishga tushirilgan bo'lib, super intensiv usulda forel balig'i yetishtirilmoqda. Umuman bu yerda yiliga 2000 tonna tansiq go'sht yetishtirib, 5 million dollarlik eksport qilish mo'ljallangan. Qolaversa, korxona yonida zamonaviy restoran ham barpo etilgan. Unda baliqdan turli taomlar tayyorlanib, mehmonlarga taklif etiladi. Bu turizm va boshqa xizmatlar kengayishiga ham hissa qo'shyapti. Prezidentimiz loyiha bilan tanishar ekan, sohada eksport salohiyatini oshirish kerakligi, mana shunday intensiv texnologiyalar asosida baliq yetishtirish hajmlarini ko'paytirish, mavjud havzalardan samarali foydalanish, baliqchilik xo'jaliklarining ozuqa bazasini mustahkamlash kerakligini aytdi. Davlatimiz rahbariga ushbu kooperatsiya usulida tashkil etilgan klasterimizni taqdimotini o'tkazdik. Biz bu yerda asosiy maqsad baliq mahsulotlarini yanada ko'paytirish, aholimiz dasturxoniga arzon narxda taqdim etish va bundan tashqari bu agar biznes nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, hozirgi bizda mahsulotlarimizga xorijdan ham juda ham ko'p talab bor. Asosan Rossiya bozoriga yetkazib beramiz mahsulotni. Biz o'zimizni Uchqo'rg'on tumanida avval tashkil qilingan xo'jaligimizdagi ishlab chiqarish hajmi yetmaganligi sababli biz har doim izlanishda shu qo'shni Norin tumanida ham qanaqa imkoniyatlar borligini o'rganib chiqdik va hozir mana ko'rib turganingizdek shu Norin tumanidagi melartik tik quduqlar atrofida kichik mana shu hovuzlarni tashkil qilib bu yerda super intensiv usulda baliq yetishtirishni tashkil qildik. Suv, melartik suv, zax suv, buni har doim yer ostidan chiqarib turishimiz kerak, chunki yerni zaxligiga ta'sir qilib hosildorligini pasaytirish mumkin. Shuning uchun bu davlatimiz rahbari tomonidan bir vaqtda o'rnatilgan shu tik quduqlardan chiqayotgan suvdan foydalandik. Buni davlatning byudjet tomonidan har yili qanchadir miqdorda byudjetdan pul sarflanib, bu quduqlarda energiya sarflab foydalanib kelingan. Biz shu taklifni berdikki, shu suvdan shu zanjiriga biz ham qo'shilsak, suv tortib olib,
baliq yetishtirib hamda buni qishloq xo'jaligiga o'tkazib yuborsak. Hozir bu zanjirga bizni qo'llab-quvvatlashgani uchun mana shu loyiha paydo bo'ldi. Buni natijasida biz bu hududda 1,5 ming tonna yillik ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lamiz. Bundan tashqari biz ushbu hududni o'ziga xos xususiyatdan kelib chiqib, aholi xonadonlarida ham xuddi shuni tashkil qilishni boshladik. Hozirda 100 ta xonadonni bu kooperatsiyaga jalb qilganmiz. Baliqlarga yem mahsulotlari hozirda Germaniyadan olib kelinyapti. Lekin bizda shu germaniyalik hamkorlarimiz bilan O'zbekistonda shu yem ishlab chiqarish zavodini tashkil qilish bo'yicha shartnomamiz bor. Hozirda moliyalashtirish manbalari ustida ishlayapmiz. Yaqin yilda xudo xolasa bu mahsulotni ham biz mahalliylashtirib, undan tashqari bu mahsulotni SNG davlatlariga eksport qilishga imkoniyatimiz ochiladi. Aytganimizdek, baliqchilik boshqa sohalarga nisbatan sarmoyaning qaytishi tez, infratuzilmaviy talab past, ammo eksport salohiyati yuqori bo'lgan soha. Bu uni kambag'allikni qisqartirishda strategik sektorga aylantiradi. Shu jihatdan ham korxona bugun mahalliy aholini baliq yetishtirishga o'rgatyapti. Xo'jaqo'rg'oncha mahallasidagi 25 ta xonadon klaster bilan kooperatsiya qilib, har biri yiliga 150 million so'mgacha daromad ko'rayapti. Buni yanada kengaytirib, Norin va Uchqo'rg'on tumanlaridagi 100 ta oilani baliqchilikka jalb etish rejalashtirilgan. Jumladan 2000 tonna fareldan 500 tonnasi xonadonlarda yetishtiriladi. Natijada 300 dan ziyod kishi ish bilan ta'minlanadi. Pensiyaga chiqqanimga 3 yil bo'lyapti. Mana shu bizning rayonimizda shu narsalar tashkil bo'lib qoldi. Prezidentimizning tashabbuslari bilan daromadimizga daromad qo'shildi-da. Mana shuni boshlab oldik. Buni orqasida mana ilon baliqni tajriba qilib ko'raylik. Viloyat hokimimiz 500 ilon baliq tashlab berdilar. Juda zo'r o'xshayapti. Ana o'rdaklar, terakni qarang, terak ham mana bu yil 3-yil, yana 2 yilda xudo xolasa 150 million daromad bor bundan ham. Hamma yoq daromad olib ketyapti. Harakatga bog'liq ekan. Mehnat og'ir emas, yengil. Baliq bilan shug'ullanganda o'z asablar tinchlanib, hamma yoq yaxshi bo'lar ekan. Nechta baliqingiz bor endi bu yoqda? Hozir 1080 ta baliq tashlaganmiz. Xudo xolasa mana oldi 1 kilodan o'tib qoldi. Shu avgustda oxiriga 2 kilodan o'tib 2 kilo bo'ladi, oldi. Orqasi o'sha 1 kilodan atrofida bo'ladi-da. O'shanda sotib, basseynni bir tozalab, yana yangitdan boshlaymiz. Hamma narsani qilsa bo'ladi, harakat turtki bo'lish kerak ekanda. Mana prezidentimizning turtkilari bilan mana tomorqadan foydalanish. Shu vaqtgacha Makka ekib qo'yib, o'sha ozgina Makka bilan yerda umri o'tganda, kerak ekib daromad olishni birovda esiga ham kelmagan. Bu baliqchilikni kim o'ylabdi deysiz? Mana shu ko'rib turgan hozir 40 ta havzada jami odatiy usulda agar baliq yetishtiriladigan bo'lsa, odatiy usulda, ya'ni xon baliq, ya'ni farel yetishtiriladigan bo'lsa, yiliga 1 yil davomida 250-300 tonna baliq yetishtirishi mumkin. Lekin bular samarali, ya'ni innovatsion yondashuv evaziga 1 yilda mana shu orqamizda turgan xo'jalikda 800 tonna baliq yetishtiriladi. Mana bu davlat xususiy sherikchiligi, ya'ni qo'shilgan qiymatni paydo qilish. Bundan tashqari mana bu yerda hozir aholi xonadonlari bilan birga ishlash tizimi yo'lga qo'yilgan. Aholi xonadonlar ham joylardagi o'sha 100 ta aholi xonadon bilan o'sha 500 tonna baliq yetishtirish tizimi ishlab chiqib yo'lga qo'yilgan. Bugunning o'zida mana hozirgi kunimizda 100 tani o'zi 35 tasi o'zi ish faoliyatini boshladi. O'sha xonadonlarda baliq yetishtirish jarayoni video kuzatuvlar onlayn tarzda bu yerdan ko'rib turiladi, tavsiyalar berib boriladi, ular o'qitiladi. 100 ta bilan cheklanib qolish degan narsa yo'q. U balki yana ketishi mumkin. O'sha qiziqish bildirgan aholi xonadoni 100 ta, 200 ta, 300, 400, 500 taga chiqib ketishi mumkin. Undan tashqari bu loyihani amalga oshirishi viloyatda, O'zbekistonda mahsulotlarning eksport salohiyatini oshirishga olib keladi. Ya'ni hozirgi kunda mana shu loyihani to'lashga tushirishi yiliga 10 million dollardan kam bo'lmagan miqdorda eksport qilinishi yo'lga qo'yiladi. Endi albatta bu eksport uzoq davlatlarga bo'lmaydi. Bu baliq mahsulotlari yaqin qo'shni davlatlarimizga eksport bo'ladi. Mana Rossiya, Qozog'iston, boshqa qo'shni davlatlarimizga ekspertlar yo'lga qo'yiladi. Prezidentimiz mutasaddilarga respublika bo'yicha farel yetishtirish mumkin bo'lgan tumanlarni aniqlab, bu tizimni ommalashtirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Niderlandiyalik hamkorlar bilan baliq ozuqasi ishlab chiqarish, Norindagi tik quduqlar yonida sun'iy hovuzlar o'rnatib, aholiga berish bo'yicha vazifalar berdi. Ayni paytda Namangan viloyatida meliorativ quduqlar atrofida davlat xususiy sherikligi asosida yana 34 ta intensiv basseyn barpo etilgan. Yana bir jihat shundaki, baliq boqilgan suv minerallarga boyishi evaziga qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish
yig'ishtirishda ishlatilmoqda. Bunda xorijlik mutaxassislar tajribasiga tayanilmoqda. Shu yerda davlatimiz rahbariga islohotlar shtabi faoliyati yuzasidan axborot berildi. Qayd etilgandek, tadbirkorlar bilan birgalikda 1 milliard dollarlik loyihalar amalga oshirilmoqda. Ularning natijasida jami 12 ming ish o'rni, budjetga qo'shimcha 200 milliard so'm tushum, 160 million dollar eksport manbai paydo bo'ladi. Jumladan shunday manzilli ishlar orqali Mingbuloq va Norin tumanlari iqtisodiyotini yaxshilash ko'zda tutilgan. Aholiga tayyor loyihalar berib, kasbga yo'naltirib, bandligini ta'minlash choralari belgilangan. Davlatimiz rahbari tashrif davomida nafaqat baliqchilik, balki chorvachilik loyihalari bilan ham tanishdi. Jumladan Mo'g'ulistondan olib kelingan bayat, arashan va boshqa turdagi qo'y va echkilar Namangan viloyatida moslashtirilib, parvarish qilinmoqda. Bu tajriba viloyatda chorvachilikni yangi bosqichga olib chiqib, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va ichki bozorni sifatli mahsulot bilan to'ldirishga xizmat qiladi. Mana biz prezidentimizning tashabbuslari bilan shu yilgi tashriflariga asosan biz O'zbekistonga 100 ming boshmashi zoddor qo'ylarni olib kelish bo'yicha topshiriq bo'lganda, shunda mana ilk 730 boshini Mo'g'ulistondan biz olib keldik Namangan viloyatiga. Bu zotda afzalliklari bizni qo'ylarga nisbatan yashuvchanligi, egiz tug'ishi. Bu qo'y bizni har biri egiz tug'adi. Yakka tug'ish kam. Bu bayat zoti. Biz sharoitda issiqqa, sovuqqa yaxshi chidamli. Juni buniki yarim ipak hisoblanadi. Juni eksportbop, go'sht yo'nalishida ham tez semiradi. Shuning uchun shu zotni tanlandi. Ko'payish yaxshi, aholimizni dasturxoniga arzon go'sht yetishtirib berish. Shu maqsadda shu ko'payadigan zot olib kelindi. Prezidentimizga rahmat. Mana shunchalik biz tadbirkorlarga shuncha sharoit yaratib beryaptilar. Mana Xalq banki bizga 10% kredit ajratdi shu qo'yga. Bundan ham xursandmiz biz, mana bizni qo'llab-quvvatlayapti tadbirkorlarni. Iloji boricha prezidentimizni ishonchlarini oqlaymiz. Oddiy odam egatga o'rtacha 1000 marotaba egilishiga to'g'ri kelar ekan. Va mana shu og'ir mehnat kuzning oxirigacha, yomg'ir qorgacha davom etardi va yaxshi eslaymiz, mana shu jarayonda ta'limidan, ishidan chetlashib, ustozlar, maktab o'quvchilari, shifokorlar, budjet tashkiloti vakillari qatnashardi. Lekin men turgan mana shu 20 gektarli maydonni 50 sotiqini 10 daqiqaga ham qolmasdan mana shu ortimdagi mashina tozalab chiqdi. Shu darajada tozaladiki, mana qarang, chanog'ida bitta ham paxta qolgani yo'q. Demak, og'ir mehnatni mashina ham qilsa bo'lar ekan-ku. Shundan so'ng davlatimiz rahbari Norin tumanidagi Rasulov G'ofirjon o'g'li Bahodir fermer xo'jaligi dalasida ham bo'ldi. Bu xo'jalik bugungi qishloq xo'jaligida amalga oshirilayotgan yangilanishlarning yorqin namunasi. Ilgari yuzlab odamlar qo'l kuchi bilan amalga oshirgan og'ir mehnat hozir innovatsiya bilan almashgan. Bu yerda paxta yetishtirishda ham, uni yig'ib olishda ham zamonaviy texnologiyalardan keng foydalaniladi. Kimyoviy ishlov berishda dronlar xizmat qiladi. Ular vaqtida va aniq miqdorda modda tarqatib, dehqonning mehnatini yengillashtiradi. Albatta bizni yoshligimiz dalada o'tgan, hozir betga kelib hayajonlanib, yoshligim esimga tushib qarang, 50 yil orqaga ketib qoldim. 6-7 sinfdan dalaga chiqardik. Butun umrimiz dalada o'tib ketardi. O'qishni ham o'ylamasadik. Bilasizmi, men nimaga o'sha kunlarimni juda ko'p besamar o'tganiga ozgina achindim. O'qish 2-darajada, paxta 1-darajada. Hozir bilasizmi, yoshlarimiz qanaqa baxtli zamonda yashayapti. Qanaqa bularga sharoitlar yaratib bergan. Ilohim faqat yaxshilik bo'lsin. Yaxshilik ustiga yaxshilik bo'laversin. O'sha yaxshiliklarga biz ham ozgina bo'lsa ham hissamizni qo'shaylik. Ta'kidlangandek, terim jarayoni zamonaviy mashinalar yordamida amalga oshirilmoqda. Eng muhimi, bu orqali paxta sog'lom, toza holda yig'ib olinadi. Bu sifat va samaraning eng katta kafolati. Bugun davlatimiz rahbari tashriflarida mana shu oxirgi yillarda qishloq xo'jaligidagi olib borilayotgan ilm-fan innovatsiyalarga tayanib olib borilayotgan iqtisodiy bir samara beradigan yangi texnologiyalarni ko'rsatdik. G'o'za misolida mana paxta dalasida fermerlarimizga prezidentimiz yaratib bergan sharoit, ya'ni shu eng ko'sak qurtiga chidamlik, gerbisidlarga chidamlik, o'sha Shinjon texnologiyasi asosida ko'chat qalinligi 240 mingdan 240 minggacha bo'lgan dalamizda oddiy sharoitda mana shu yuqori hosil 50-60 sentner hosil yaratish imkoni borligi va buni asosiy sababi oxirgi yillarda fermerlarimizga yaratib berilgan mana shu sharoitlar qilib ko'rsatildi. Fermerlar bilan suhbat qildilar. Shu bilan birga qishloq xo'jaligidagi oxirgi mana shu qanday innovatsiyalarni yaratish, ya'ni shu bio'g'itlarni dala sharoitida tayyorlash, yerni unumdorligini, sho'rligini kamaytirish uchun g'o'zapayani o'zidan biochar mahsulotlarni ishlab chiqarib, buni o'sha
yashil iqtisodiyotga yo'naltirish masalalarida taqdimotlar qilindi. Shu bilan birga prezidentimiz juda ham katta sharoit yaratib berdilar. Fermerlarimizga agrodronlar xizmatini ko'rsatish bo'yicha maxsus mana shu agrodronlarni olib kelib, butun viloyatlarimizda hozir turli qishloq xo'jaligi tadbirlarida agrodronlarni ishlatyapmiz. Bularning taqdimoti, shu bilan birga paxtani terishda yangi innovatsiyalar, fermerlarimizga ma'qul bo'layotgan mana shunday yangiliklarni hammasini taqdimot qildik. Asosiy maqsadimiz demak O'zbekistonda qishloq xo'jaligi, prezidentimiz doim aytadilar, paxtadan eng kamida o'rtacha 50 sentner, g'alladan 100 sentner hosil oladigan kunlarga yetib kelganimiz va bunga hamma sharoit yaratilganligi bo'yicha mana fermerlarimizni o'zlarini fikrlarini ham eshitdilar va bizga qator topshiriqlarni berdilar. Davlatimiz rahbari paxta dalasining o'zida fermerlar va faollar bilan muloqot qilar ekan, yangi texnikaning ahamiyati haqida alohida to'xtalib o'tdi. Bu islohotlar orqali fermerlarga faqat yer emas, balki yerni samarali boshqarishga xizmat qiladigan kuchli vositalar berilayotganini ta'kidladi. Xalq ichida, xalq bilan birga, xalq uchun. Namanganda 5 ta manzildan so'ng prezidentimiz Norin tumaniga hammani boshlab bordi. Avtomobillar karvoni tirband yo'llardan o'tib, avariya holatiga yetgan. Madaniyat qochgan madaniyat uyi yonida to'xtadi. Hamma ajablandi, ammo prezidentimiz emas. Chunki davlat rahbarining aytishicha, bu hududga hech kimga bildirmay, mahalliy hokimiyatga ham aytmay, maxfiy tarzda odam yuborib, og'ir infratuzilmali mahallalarni avvaldan aniqlatgan va holatni haqqoniy tahlil qilishni topshiriq bergandi. Prezidentimiz avvaldan hokimiyat tayyorlab qo'ygan obyektga emas, o'zi borishni istagan manzilga keldi. Sho'rariq mahallasi. Mahalladagi eski sobiq ittifoq davridan beri umuman ta'mirlanmagan, odam siyohi kirmagan madaniyat uyiga keldi va mahalla binosida mahalla faollari bilan suhbatlashmoqda. Bu yerda hammasi o'zgarishi kerak. Mahallaning nomidan tortib, uning hayoti, infratuzilmasi, odamlarning kayfiyatigacha. Buning uchun mana shu yerning mas'ullari shu yerda 24/7 rejimda ish boshlasin bugundan, deyapti davlat rahbari. Sho'rariq mahallasi nomining o'ziyoq kayfiyatni tushiradi. Qurilgan yili qishloqdagilarning ham esdan chiqib ketgan bu binoda mahalla fuqarolar yig'ini ham joylashgan. 5 mahallaning markazida shunday ahvol. Qancha aholi yashaydi? 5284 ta. Siz kim bo'lib ishlaysiz? Prezidentimiz bu yerda norinliklar konsert, kino ko'rgisi kelmaydimi? Ular bu yerlarga boqib, qachon yangi O'zbekistonning shabadasi kelarkan deb kutyapti axir. Nega rahbarlarning oyog'i yetmagan, qiziqmagan holatga deb hudud mutasaddilarini so'roq savolga oldi. Mana bu yerga olib kelmaydi, mana ko'rganim yo'llarga qara, atrofga qara, mana biz maqtanib Namanganda chiroyli Namangan gullar shahri qilyapmiz. Bu yer qachon gullar shahri bo'ladi? Nechta mahallang? 54 ta mahalla. Nechta shunda? Hozir 4 ta mahallani ro'yxatga olganmiz, og'ir mahallalar bo'yicha. Viloyat hokimiga topshirib, bugun qaror qabul qilasan. Rayoningda hokimi kelib mana shu yerda yotadi. Hamma Namanganda atrofda yuradi. Bu yerdagi odamlar odam emasmi? 3000 ta ish joyi qilsak bo'ladi. Ana shu to'garaklar hammasiga odamlar ishlaydi. Bemalol qaytarib olib kelsa, qancha kambag'al bor. Hozir mahallada 93 ta kambag'alim bor. 7 lik tashkil berdingiz, rahmat. O'sha bo'yicha ham 7 likda man sizlarga oylik olyapsiz-ku, olmayapsizmi? Olyapman. Harakatlaring sizlarda boshqacha bo'ladi. Odamga yaqinlashasizlar, xalq bilan davlat orasida ko'prik bo'lasizlar deb harakat qilganman. Shuning uchun mahalla 7 ligi deb mana hammani gapiryapsiz. Bu yerda qanday 7 lik? Qani 7 lik? Hozir mana tadbirkorliklarni rivojlantirsak, xudolar siz yog'ingizni va'da beramiz. Biz kambag'allikni xoli hududga aylanamiz. Bilasizlarmi, bundaqa joylarimiz bizga yarashmaydi, barakamiz ketadi. Ota-bobomizga ham, Namanganga ham, urf-odatimizga ham, o'zligimizga ham yarashmaydi bu joylar. Bu qanaqa bino o'zi? Nega bunchalik xaroba? Eski madaniyat binosiga qarashli bino bo'lgan, eskidan bo'sh turgan bino bo'lgan, foydalanilmayotgan bo'lgan. Muhtaram prezidentimizni sharofati bilan tadbirkorlikni xudo xolasa yo'lga qo'yamiz. Bu yerda eng kamida 200 ga yaqin tadbirkor joylashadi. Sho'rariq emas, mahalla nomi Yangi Namangan bo'ladi, dedi prezidentimiz. Mahalla taraqqiyot va yetakchilik markaziga aylanadi. Sho'rariq asli tumanlararo yo'l bo'yida joylashgan. Qozoqovul, Do'mar, Ibrat, Qiziltov, Toshloq, To'lqin, Naymanobod va Polvon ko'prik mahallari uchun markaz vazifasini o'taydi. Endi mahallaga shahar markazining asosiy kirish qismi sifatida master reja ishlab chiqiladi. Bo'sh turgan, samarasiz foydalanayotgan davlat obyektlari tadbirkorlarga berish hisobiga aholiga xizmat ko'rsatish sifati oshiriladi. 200 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratiladi. Mahallada tadbirkorlik markazi tashkil qilinadi, dedi prezidentimiz.
Yaxshi xabar yashin tezligida tarqaladi. Prezident kelganini eshitgan odamlar ko'chalarga yig'ila boshladi. Davlatimiz rahbari mashinani to'xtatdi. Xalq prezidentiga, prezident o'z xalqi bag'riga intildi. Bugun mana Namangonga kelib, yangi rejalarni, yangi masalalarni Namangonda mana shu odamlarni rozi qilish, qadrlarini ko'tarish, qilgan ishlarimizni yakun qilib, yangi rejalarni qilishga kelganmiz. Bugundan boshlab mahalla o'zgaradi, mahallaning atrofi ham o'zgaradi, nomini ham o'zgartiryapman. Sho'rshuv mahallalar. Sho'rlar bo'lmaydi, yangi Namangan mahallasi. Rozi bo'lasizlarmi? Bu hayajonli uchrashuv bir necha daqiqada ijtimoiy tarmoqlarda trendga chiqdi. Odamlar bir-biriga mehr va qiziqish bilan minglab marta ulashgan bu lavhalar yana bir haqiqatni isbotlaydi. Agar inson qadrini ulug'lasang, qadring ham elda baland bo'ladi. Agar odamlar qalbiga quloq solish, dardlari bilan yashash va ularni rozi qilish yo'lini tanlasang, mehnat qilishni oliy saodat deb bilsang, olqishlar va eng asosiysi, xalq duolari to'xtamaydi. Yangi namanganliklarning prezidenti bilan bir umrda esda qoladigan suhbati bunga dalildir. O'zbekiston gidroenergetikasi keyingilarda qaytadan kashf etilgan, unga siljitib bo'lmas bir soha emas, balki noyob imkoniyat, taraqqiyot drayver sifatida qaralmoqda. Chindan ham avvallari elektr energiyasi ishlab chiqarish deganda faqat issiqlik elektrostansiyalari ko'z oldimizga kelardi. Bugun esa respublikamizda faoliyat yuritayotgan gidroelektrostansiyalar soni 100 dan ortiq. 2017-yilda bu raqam 36 tani tashkil etardi. Shunga mos ravishda uning quvvatlari, iste'moldagi ulushi ham oshdi. Hozirda respublikamizdagi gidroinshootlardan olinadigan mavjud quvvat 2312 megawattni tashkil etadi. 2028-yilda bu raqamni 5508 megawattga yetkazish rejalashtirilgan. Bu yil mamlakatimizda 38 ta gidroenergetika loyihalari amalga oshirilayotgan bo'lsa, shular ichida Noringeslar kaskadi alohida mavzu. Bundan 400 kun avval birinchi gidroinshootlarning o'rni mana bunday ko'rinishda edi. yilning 25 mart kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Norin daryosida 434 million dollar evaziga barpo etiladigan 6 ta GESlar kaskadi qurilishiga start berdi. Mazkur quvvatlar ishga tushishi bilan yiliga 1 milliard 25 million kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Natijada 310 million metr kub gaz iqtisod qilinadi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan mega loyiha Noringeslar kaskadining birinchi stansiyasi va suv to'sish inshooti bugun faoliyat yuritmoqda. Prezidentimiz bugun ushbu manzilda bo'lib, bunyodkorlik ishlari bilan tanishdi. Birinchi GESning ishlash texnologiyasi, samarador jihatlari haqida ma'lumot berildi. Davlatimiz rahbari boshqaruv markazini ham ko'zdan kechirdi. E'tiborli tomoni, ushbu zamonaviy inshootlar to'liq yurtimizda ishlab chiqarilayotgan uskuna va texnologiyalar hisobiga qurildi. Ya'ni u mamlakatimizdagi birinchi milliy GES. GESlar kaskadi deganda bir irmoqda bitta manbadan, ya'ni Norin daryosi suvidan foydalangan holda energiya olish tushuniladi. Bu kaskadning birinchi stansiyasi. Daryoning 24 kilometr qismida yana mana shunday 5 ta inshoot barpo etiladi. Ularning har biri 38 megawatt quvvatga ega, ya'ni 170 million kilovatt soatni tashkil etadi. Bu mamlakatimizdagi kapsula tipidagi birinchi GES bo'lib, suvning past bosimida ham yuqori natijada elektr energiya olish imkoniyatini beradi. Va foydalanish koeffitsiyenti 95%. Eng muhim jihati, bu yerdagi noyob agregatlarning barchasi o'zimizning milliy mahsulot. Norin GESlar kaskadini birinchi GESi bo'lmish Norin 1 gidroelektrostansiya qurilishi umuman energetikamizda, gidroenergetika sohasida bu juda katta muhim bir voqelik deb aytsak bo'ladi. Bu gidroelektrostansiyani qurishda respublikamizda birinchi marta yangicha muhandislik yechimlari ishlatilgan. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bu gidroelektrostansiyamiz to'liq milliy loyiha. Gidroagregatlarimiz to'liq O'zbekistonda milliy brend ostida O'zbek gidroenergiya qoshidagi Hydropower yangi ishlab chiqqan zavodimizda ishlab chiqarilgan. Va uchinchisi, albatta bu qurilish noldan boshlab o'zimizni
muhandislar, o'zimizda quruvchilar tomonidan to'liq amalga oshirilgan. Dunyoda barmoq bilan sanoqli davlatlargina o'zlari to'liq milliy loyihani amalga oshiradi. Ya'ni ham o'zi loyihalashtiradi, ham quradi va ham ishlab chiqadi gidroagregatlarni. Shuning uchun O'zbekiston dunyodagi eng mana shu noyob mamlakatlar qatoriga qo'shildi bu gidroelektrostansiya qurish orqali. Avvallari bu kabi gidroelektrostansiyalar 3 yil, 4 yillab, 5 yillab qurilgan. Bor-yo'g'i 15 oyda nima qilindi? Ham loyihalash, ham asbob uskuna ishlab chiqish va ham qurilish ishlari bajarildi. Bu juda qisqa muddat. Biz hali 38 megavatlik bunga o'xshab yirik loyihani qisqa muddatda topshirmaganmiz. Bu nimadan dalolat beradi? Muhtaram yurtboshimiz shu sohaga bergan o'zlarining e'tiborlari, ko'maklari, yordamlari, mana shu sohani qo'llab-quvvatlash bo'yicha o'zlari bergan farmonlar, topshiriqlar, qarorlar, mana shu hammasini bu mahsuli deb bilamiz. Bizda gidroelektrostansiyamiz bu yashil iqtisodiyotda eng namunali, eng oliy va eng katta samara beradigan energiya manbai hisoblanadi. Shuning uchun hozir respublikamizda yashil iqtisodiyotga juda katta e'tibor berilyapti. Bu albatta nafaqat atrof muhitni yaxshilash bilan birga, balki xalqimizni yashil energiya bilan ta'minlash, yashil iqtisodiyotni O'zbekistonni rivojlantirishga juda katta hissa qo'shadi. Hech kimga sir emas, avvallari Norin va 3 tumanlardagi mahallalarda soatlab elektr uzilishlari kuzatilardi. Bu ayniqsa kuz-qish mavsumlarida odamlarga qiyinchilik tug'dirardi. Tabiiyki, bunday sharoitda na investor, na tadbirkor ishlashga hafsala qilardi. Norin GESlar kaskadi esa aholi xonadonlari, sanoat korxonalari va ijtimoiy muassasalarga elektr energiyasi yetkazib berishda muhim ahamiyatga ega. Avvalo, bundan xalqimiz manfaatdor. Bugun dunyoda energiya inqirozlari kuzatilib, tabiiy gaz va boshqa yoqilg'i manbalarining narxi oshib, iste'mol yuqorilab borayotgan bir paytda ekologiyaga zararsiz bo'lgan bu kabi loyihalarning noyobligi yaqqol namoyon bo'ladi. Bu yerda ishlab chiqariladigan energiyaning 70% qish mavsumida, ya'ni iste'mol eng yuqori darajaga chiqqan davrda aholiga yetkazib beriladi. Mazkur jihat Namangan va qo'shni hududlarning eng og'ir paytda ham barqaror ta'minotga ega bo'lishini anglatadi. Prezidentimiz mamlakatimiz korxonalarida ishlab chiqarilayotgan gidroagregatlarni ko'zdan kechirdi. Shu yerning o'zida yangi turdagi Norin mikrogeslar haqida ma'lumot berildi. Bunday kichik inshootlarni 5 metr soniyadan yuqori bo'lgan har qanday suv oquvchi joylarga o'rnatib energiya olish imkoniyati mavjud. Muhtaram prezidentimizga yangi tipdagi innovatsion texnologiyalik mikrogeslarni ishlash prinsipini ko'rsatib berdik. Mazkur mikrogesimiz mahalliy konstruktor injenerlarimiz tarafidan loyihalashtirilgan bo'lib, yangi tipdagi texnologiya asosida mikroges ishlab chiqarildi va shu Norin gesimizga o'rnatildi. Agregatlarimiz bu har biri 20 kilovatdan bo'lgan ikkita mikroges o'rnatdik. Bu turbinamiz gorizontal spiral simon deb ataladi. Ikkinchi agregatimiz vertikal S-obraz. Bu hali dunyoda analogi bo'lmagan. Shunga o'xshashlari bor, lekin biz boshqacha yondashuv asosida, ya'ni kichik suvda 1 metr kub suvda ham ishlaydigan agregatlarni ishlab chiqarildik. Bu degani respublikamizda bunday joylar juda ko'p. Shunday suv oqimi mavjud bo'lgan joylarga o'rnatishimiz mumkin. Buni ikkinchi afzallik tarafi, tadbirkorlarimizga qiziq bo'ladigan tarafi, o'zimizni shu mutaxassislarimiz buni avtomatik boshqaruv tizimini joriy qilgan bo'lib, buni telefon orqali dunyoning istalgan nuqtasidan, internet bor joydan ishlatishi, ya'ni o'chirishi, yoqishi mumkin. Har daqiqada qancha elektr energiya ishlab chiqarilyapti, qancha suv sarfi o'tyapti, har bitta parametr ko'rsatkichlarini ko'rib onlayn ravishda boshqarib turishi mumkin bo'ladi. Loyiha doirasida hududda kengligi 142, uzunligi 256 metr bo'lgan suv to'sish inshooti barpo etildi. Bu daryodagi suv bosimini nazorat qilish, oshirish uchun xizmat qiladi. Davlatimiz rahbari uning imkoniyatlari, zamonaviy infratuzilmasi bilan tanishdi. Hozirda yaratilgan imkoniyatlardan kelib chiqib, bu yerga sayyohlarni jalb etish, gavjum turizm manziliga aylantirish bo'yicha ham topshiriqlar berildi. Hududda shuningdek ma'muriy va xizmat binolari, dispetcherlik punkti va boshqaruv markazlari barpo etildi. Yulduz, Qizilravot podstansiyalari rekonstruksiya qilindi. Ochiq gap aytishim kerak. Shunaqa katta masshtabda qurilish ishlarini ko'rib, men shu yoshgacha bunaqa qurilishni ko'rmagandim. Bu milliy loyiha. Yurtboshimizni uzoqni ko'rib bilish, ertaga, indinga 5 yildan keyin, 10 yildan keyin xalqimizga nima zarur? Nima? Aholi ko'payib boryapti, ishlab chiqarish, sanoat rivojlanib boryapti va mana bu xizmatlar turlari ko'payib boryapti. Bularga nima kerak? Elektr energiya kerak. Elektr energiyaning eng arzoni va eng o'sha tabiatga zarar keltirmaydigan shu mana shularni ko'rib ochiq gap aytish kerak, qalb bilan quvonchga to'ldi. Haqiqatan ham ertaga
farzandlarimiz uchun nima kerak? Ishlab chiqarish, sanoat rivojlanishi kerak. Buning uchun nima kerak? Elektr energiyasi kerak. Va elektr energiyasini bugun ekologik toza ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishdagi siyosatlarni bugun haqiqiy amalga oshgan holatini ko'ryapmiz. Yana bir narsani men ochiq aytaman. Bu men faxrlanaman. Bu haqiqiy milliy g'oya. Bu yerda haqiqiy O'zbekistonni o'zini kuchi bilan, o'zini mahsulotlari bilan amalga oshirilayotgan g'oya. Norin daryosi ming yillar davomida odamlarga hayot manbai sifatida xizmat qilgan. Qishloq xo'jaligi yerlari sug'orilgan. Lekin shu vaqtga qadar undan energiya olish imkoniyatlaridan foydalanilmagan. Yangi O'zbekistonda esa mazkur imkoniyatlar to'liq ishga solinmoqda. Norin GESlar kaskadi loyihasi bu beton inshootlar yoki to'g'on temir trubalar emas, balki bugungi O'zbekistonning o'ziga xos kuch g'ayrati, milliy taraqqiyotning timsoli va zamonaviy energetikaning mo'jizasi hamdir. To'g'ri, uzoq yillar davomida bu kabi loyihalarni amalga oshirish xohishi bo'lgan albatta, lekin mamlakatimizning iqtisodiy imkoniyatlari bunga javob bermasdi. Bugun esa to'liq milliy uskuna va texnologiyalardan mana shunday yirik inshoot barpo etildi. Namangan viloyatida gidroelektr stansiyani barpo etilishi viloyatimiz uchun juda ham katta qadam bo'lsa, xalqimiz uchun bir bayram desam men xato qilmagan bo'laman. Nimaga? Sababini ro'y-rost gapirish kerak. Biz ilgari qish fasli kelishi bilan, kuz fasli kelishi bilan bizning xalqimiz tashvishga tushardi. Svet o'chadigan payt, elektr bo'larmikin, juda ham bir tashvishli holat bo'lar edi. Mana endi qarangda, mana shu elektr stansiyasini ishga tushirilishi bu xalqimizga imkoniyat yaratdi. Mana bizda hozir O'zbekistonda tanimagan davlat yo'q. Albatta biz faxrlanamiz, g'ururlanamiz bundan. Men o'ylaymanki, mana shuni orqasidan bu yerga hali investorlar keladi, tadbirkorlik kuchayadi, batta ishlab chiqarish kuchayadi. Mana qancha sanoat zonalari barpo etilyapti. Men o'ylaymanki, bu hammasi xalqimiz uchun qilinyapti. Xalqimizning farovonligi uchun, xalqimizni rozi qilish yo'lida prezidentimiz tinmasdan kecha-kunduz mehnat qilyaptilar. Norin GESlar kaskadining boshqa stansiyalarini ham 2027-yil yakuniga qadar qurib bitkazish rejalashtirilgan. Keyingi yil esa yana 3 ta GES foydalanishga topshirilishi ko'zda tutilgan. Kaskad to'liq quvvatda 228 megawatt elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Demak, xalqimiz farovonligi, hududlar rivoji uchun yangi imkoniyatlar paydo bo'ladi. Ekologik toza, yashil energetikaning ulushi tobora ortib boraveradi. Shuningdek, bugun Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida Namangan viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yuzasidan yig'ilish o'tkazildi. Bu haqda albatta keyingi dasturlarimizda xabar berib boramiz.